Do'stlar, hammalarga assalomu alaykum. Tomosha qilayotganingiz Uymuy hamda Makon YouTube kanali. Qo'pol bo'lsa ham, itam-bitam realtorlik qilib ketdi shu. Biron bir tam kattaroq mansabdagi odamni haydovchisi u ham realtor. Boshlig'ini ko'chmas mulkini sotib, o'rtada do'lada o'tirmoqchi bo'ladi misol uchun. Klient uchun talashib, bir-birini yomonlash. Ya'ni bizda shu Baxtiyor akam aytganlaridek hamma bugun realtor bo'lib ketdi. Kimdir o'ylaydi, realtor yaxshi, makler yomon. Yo'q, unaqa emas. Birinchi agentstvalar ham 1855-yilda ochilgan ekan. Qayerdan men yaxshi realtor topishim mumkin? Kecha mashina sohasida ishlab yurgan odamlar bugun marja zo'rligini ko'rib, to'g'ridan-to'g'ri qurilishga o'tishdi. Boshqa narsa ko'rsatilgan proyektda, aytganingizdek premium klassdagi bizaniki mana bunaqa loyiha deb reklama qilishganda, Bunda davlatda ham juda katta aybi bor. Spalnishning ichida ko'p narsa ham to'letirimda chiroyli korobka bilan bekitib qo'ygan. Lekin hozir mana men shiflasam ham sizni uyga mehmonga chaqira olmayman. Telefon все пойдет. faqat pulni o'ylar ekan, u o'smaydi ham, u yerda xavfsizlik to'g'risida gap ham bo'lishi mumkin emas. Realtor desa bu mashinalik. Chunki bo'lgan, uni tan olish kerak. O'sha yerda ko'rdik odamlarni aldanganini, ko'chada qolganini. Kimdir kelyapti, menga 5000 xaz berasan, 3000 xaz berasan, 300 berasan, 500 berasan. Narxi 70 yillik bo'lgan 2 xonali uyga men 100 ming to'lamayman-da. Noto'g'ri manipulyatsiya, odamlarni boshqarish, ijtimoiy tarmoqlar, talab yuqori bo'lgandan keyin taklif bera olmaganimizdan keyin shunaqa bo'ladi. Asosiy quruvchilar bu sohaga faqat marjani deb turgan. Amerika quryapti, noldan quryapti. Qo'shnisi o'zi aslida bor-ku, arzon sotgan bo'ladi. Bu olaman dedi, допустим, 1,5 ming dollardan olishdi. 10 kundan keyin bizga o'sha yerdan 20 ta kvartira taklif qilishyapti. Do'stlar, hammalarga assalomu alaykum. Tomosha qilayotganingiz Uymuy hamda Makon YouTube kanali. Bugun biroz boshqacharoq format. Bugun podkast ko'rinishida sizlar bilan jonli formatda bizni qiziqtirgan, albatta xalqni ham qiziqtirgan savollarga javob beramiz. Bugun nafaqat men, balki men bilan birgalikda bir necha yillik tajribaga ega turli-tuman sohalarni bitta joyga jalb qilgan holatda fikr har xil bo'lishi uchun juda ham qiziq insonlarni bugun loyihamizga taklif qilganmiz. Birinchisi bu Rustam akam Ahmedov, aynan Makon ko'chmas mulk agentligi asoschilari va bugun biz bilan Baxtiyor aka Nasrullayev, O'zbekiston Realtorlar gildiyasi direktori biz bilan birgalar, rahbari, va Azamat aka Kamolov, Mega Realtor kompaniyasi asoschisi bugun biz bilanlar va hammamiz to'rt xil fikr, to'rt xil pozitsiya tomonlama bugun sizlarni va o'zimizni qiziqtirgan savollarga javob berishga harakat qilamiz. Avvalambor hammalarga xush kelibsizlar. Men bugun sizlar professional ekspert pozitsiyasida bo'lsanglar, bugun men xalq tomonman. Endi men baribir ham sizlarchalik bugungi kunda tajribaga ega emasman va ko'proq xalqni qiziqtirgan, xavotirga solgan savollar va masala va munosabatlar tomonlama yondashishga harakat qilaman. Bo'lmasa kelinglar shaxsimizni ozgina ochib olish uchun, o'zi ko'rayotgan insonlar ozgina tushunib olishi uchun, bular kim, nima uchun biz bu insonlarning gapini eshitishimiz kerak va biz haqimizda ozgina tasavvur paydo bo'lishi uchun shaxsiy savollardan boshlasam. Birinchi savolim Baxtiyor aka sizga. O'zbekiston Realtorlar gildiyasi bu nima va u nima bilan shug'ullanadi? Okey. O'zbekiston Realtorlar gildiyasi bu professional jamoat tashkilot. Endi realtorlik sohasida qonunchilik tomonlama gapiradigan bo'lsam, oldin davlat tomonidan litsenziya belgilangan edi realtorlik sohasiga ko'p yil muddat oldin. 21-yil prezident qarori chiqdi, bu sohani litsenziyani bekor qilindi bu sohada ham va yangi tartib, ya'ni o'zini o'zi boshqarish tartibi tamoyiliga o'tdik. Bu nima degani? Oldin davlat hamma narsani kontrol qilsa, hozir davlat o'sha masalan realtorlar bo'lsa, realtorlarni o'ziga uyushma sifatida, birlashma sifatida birlashib, o'zini o'zi tartibga solishi uchun shunaqa tamoyil, shunaqa mexanizmga o'tdi. Oldin bu litsenziya talab qilinardi. 21-yildan bu yog'iga birlashma tashkil qilindi, O'zbekiston Realtorlar gildiyasi birlashmasi va birlashmaga majburiy a'zolik belgilandi qonun bo'yicha. Bu hammasi nima uchun? O'sha realtorlik sohasini tartibga solish uchun. Ya'ni bu sohani kim yaxshi biladi? Realtorlarni o'zi yaxshi biladi. Professionallarni birlashtirib, bu sohani o'zlari tartibga solishi uchun shunaqa yangi mexanizm. Endi bu O'zbekiston uchun bu yangi qadam, lekin chet davlatlarda bu ancha yillardan beri bo'lib kelayotgan tajriba. Bu chetdagi tajribani biz o'zimizda qo'llashni boshladik. Dunyo tajribasini. Azamat aka, sizga savol. Mega Realtor kompaniyasi haqida necha yildan beri aynan faoliyat olib borish haqida ham o'zingiz ozgina gapirib bersangiz.
Yaxshi. Mega Realtor nimasi o'zi aslida qayerdan chiqqan? Men o'zi Almatada ishlaganman. Qozog'istonda har xil nimalar bilan ishlaganman. Yangi uylar bilan ishlaganmiz. O'sha qurilayotgan paytda Qozog'istonda u 2016, 2017, 2018 yillar davomida ishlab kelganmiz o'sha Qozog'istonda. Undan tashqari undan oldin ham bozorda ishlaganman O'zbekistonda, lekin tajribani orttirish uchun Qozog'istonga borganman. Qozog'istondan keyin o'rganib, ancha-muncha narsalarni ko'rib, o'sha qurilish nimalarni jarayonlarini ko'rib, undan tashqari o'sha yangiliklarni Qozog'istonda bo'lgan yangiliklarni O'zbekistonga kiritish maqsadida shu ko'p narsani olib kirganmiz. Qozog'istondan programmani olib kelganmiz, Luskani. Lutsa deyiladi. O'shani keyin bizlar bozorga moslashtirib berganmiz. Keyin o'sha 2019-yilda o'sha kompaniyani ochganmiz. Mega Realtor kompaniyasini, чтобы o'sha nimani bozorni nima qilish uchun, yaxshilash uchun, ko'proq yengillatish uchun, keyin o'sha oldin shartnomalar bo'lardi O'zbekistonda, lekin ular o'sha shartnomalar ishlamas edi, to'g'risini aytganda. Keyin o'sha shartnomalarni o'sha ishlab keyin Baxtiyor aka bilan ko'rishib qolganmiz. Baxtiyor aka keyin bizlarga yordam berganlar. Nima tomonidan? O'sha xat hujjat tomonidan. O'shandan keyin bizlar shu nimalarni yaratganmiz. Agentligimizda. Lekin hozirgi kunda bizning agentligimiz 5 ta filialdan iborat, Toshkent shahar bo'yicha. Bizdan chiqqan shogirdlarimiz juda ko'p. Har bittasi o'sha bizning bergan nimamizdan bilimlarimizdan foydalanib, hozirda ular ham o'zini shaxsiy agentligini ochib ish yuritmoqda. Tushunarli. Rustam aka, endi sizga to'xtalib o'tsak, makon aynan loyihasiga qachon siz asos solgansiz va bugungi kunda qanaqa klassdagi uylar va qanaqa toifadagi bozorda ishlaysizlar? Xo'p, o'zim avval boshidan boshlaydigan bo'lsa, 15 yillik tajribaga egaman. Lekin aynan makon loyihasini ochganimizga, ya'ni buni bir tizim sifatida boshlaganimizga yaqin 2 yil bo'ldi. Lekin o'zi buni rejasi, buni fikri ancha yillar oldin, buni ichidagi bu sohani ichidagi og'riqlarning orqasidan bu narsa ya'ni bo'tga kelgan, keyin hozir mana realizatsiya qilishni boshladik. Bundan maqsadimiz nima desa, O'zbekiston bozorini ham jahon darajasiga olib chiqish, ya'ni bir kasb, bir qadriyat sifatida odamlarning og'irini yengil qiladigan kasb sifatida shakllantirishga o'z hissamizni qo'shish uchun qilganmiz buni. Mana Azamat aka ham, bular ham ko'p yillik tajribaga egalar. Bu bozorda qanchalik og'riqlar borligini Baxtiyor aka ham ancha yillardan beri bu gildiyada biladilar. Va bu sohaga o'zimizni qanaqadir hissamizni qo'shib, ya'ni Azamat aka ham aytganlaridek, hali ustoz bo'lmadik-ku, lekin qadriyatli realtorlarni, ya'ni faqatgina pulni o'ylamaydigan, asosiysi insonlarni og'irini yengil qiladigan, sotuvchi va oluvchini o'rtasida haqqoniy turbalar oladigan, ya'ni muammolardan ularni olib chiqib keta oladigan, unga investitsiya qiladimi, u yashash uchun uy oladimi, uni ertaga bu uydan baraka topadigan darajaga olib chiqish uchun harakat qilyapmiz. Qo'limizdan yetganlaridek ancha shogirdlar chiqdi. Ular biza bilan bugungi kunda ishlab olganlari ham bor, bizdan ketganlari ham bor. Mayli. Ya'ni bozorda haqiqiy, qadriyatli, haqiqiy o'yinchilar, ya'ni bir sohani kasb sifatida o'ziga qabul qilgan, u bloger bo'lib yoki boshqa sohani egasi bo'lib turib, bugun uy sotishga kirgan odamlar emas. Ya'ni butun dunyoda bo'lganda O'zbekistonda ham insonlarni bu narsani kasb sifatida qabul qilishiga harakatni boshlaganmiz va buni yo'lida mana bugun ham yig'ilib o'tiribmiz. Hammalarga kattakon rahmat. Mana gapinglardan, faoliyatinglardan inson birlamchi agar xulosa qiladigan bo'lsa, ko'p tajribali inson pozitsiyasi paydo bo'lyapti demanda. Va xalqning muammolaridan birinchi eng muhim muammolardan boshlamoqchiman bugun mavzuni. U bo'lsa ham stereotip fikrlar. Realtorlarga kimdir realtor deydi, kimdir bu insonlarni maklerlar deydi. Umuman qilib aytganda, mana shu sohada faoliyat yuritadigan insonlarga munosabat ikki xil. Ya'ni 50% xalqi buni qo'llab-quvvatlaydi. Bu ham tirikchilik, bu xavfsizlik, bu professionallik deb yondashsa, ikkinchi tomon xalq esa aksariyat insonlar nima keragi bor, ortiqcha tashvish, bu odamlar nima keragi bor, bor yo'g'i uy topib berganiga, nima uchun biz bu odamlarga foiz berishimiz kerak va hokazo degan tushunchalar odamlarda ko'p. Oddiy tilda, mana men oddiy insonman.
ismim Bobur. 21 yoshar, yosh yigitchaman. Menga oddiy tilda realtor bu kim va uni vazifasi nimalardan iborat? Shuni menga tushuntirib bering. Men Baxtiyor akam birinchi rasmiy tarafdan boshlasalar, biz keyin o'zimiz bilganimizcha olib ketamiz deyapman. Ozgina boyagi birinchi qismiga ham qo'shimcha qilib ketdik. O'zim haqida tajribani qo'shib aytib ketmoqchi edim. O'zi gildiyani rahbarligiga o'tishimdan oldin men ham realtorlik tashkilotining rahbari bo'lganman ko'p yil. Jarayon ichidagi odamlar begona emaslar. Da, bu realtorlik sohasidan o'zim chiqqanman. Realtorlik tashkiloti O'zbekistonning eng katta paytida eng katta tashkilot bo'lgan. Esimizda, bilamiz. Undan keyin shu realtorlik tashkilotlari bilan birlashib bu sohani endi tartibga solishimiz kerak. Undan buyoq davom etsa bo'lmaydi. Bunaqa tartibsizliklarda juda ko'p noxush vaziyatlar ko'paydi. Realtorlik endi qonunchilikda realtor deydi, endi ko'chada bizda makler degan nom ko'payib ketdi. Endi bu noxush vaziyatlarni ko'pligidan endi duch kelgan odam bu sohani endi tushunmasdan oson deb o'ylab, shunchaki realtorning vazifasi bu e'lon qo'yish, e'londan xudoni baliqchiga o'xshab bitta qarmoq tashlab mijozni ilib olish, uchrashtirib qo'ysam bo'ldi, soqqan tagida qolaman deb o'ylab qo'pol bo'lsa ham itam realtorlik qilib ketdi shunaqa. Hech kim qolmadi realtorlik qilmagan. Taksist ham qolmadi, uchastkovoy ham qolmadi, mahalla ham qolmadi, quruvchi ham qorovul hammasi, shoferlar ham qolmadi. Biron bir tam kattaroq mansabdagi odamni haydovchisi u ham realtor. Xo'ja o'sha boshlig'ini ko'chmas mulkini sotib, o'rtada do'lada o'tirmoqchi bo'ladi misol uchun. Mana shu hamma narsani kuzatib, mana hamkasblar bilan birga 21-yili mana shu uyushmaga asos solganmiz. O'sha inisiatori birinchi taklif bildirgan o'zim bo'laman. O'shandan buyon hozirgi kunda bu sohani endi takomillashtirib, endi nima deydi? Jamoatchilik ishi hisoblanadi. Men qilayotgan ish baribir sekin endi biznes pog'onasidan ikkinchi boshqa pog'ona jamoatchilik pog'onasiga o'tib ketdimman. Shunaqa bo'lsa ham baribir shu hamkasblar bilan doim aloqadamiz. Sohani bilganimiz uchun bu sohaga mehnatimiz singan, bu nonini yegan bo'lganimiz uchun paytida shu sohani endi takomillashtirish uchun, rivojlantirish uchun bo'ynimizga shunaqa javobgarlik olganmiz. Endi realtor haqida bu ham qonunchilik taraflama nima qanaqa tavsif beriladi? Realtorlik bu ham biznes. Biznesning bitta turi. Bu ham kasb, ham biznes. Biznes nimagaki? Chunki bu yerda tadbirkorlik, ya'ni xizmat ko'rsatish. Odamlarni og'irini yengil qiluvchi xizmat ko'rsatish. Ko'pchilik odamlar endi statistikaga ham qaraydigan bo'lsak, endi psixologik tomondan odamlar o'zi umrida 1 yo 2 marta ko'chmas mulk bilan oldi sotdi qiladi. To'qnash keladi bu masalaga. Da, to'qnash keladi. Chunki bu arzon narsa emas. Kunda olib sotadigan narsa emas. Odamlar bir umr pul yig'ib sotib oladi yoki bir umr pul yig'ib kengaytiradi yoki farzandiga oladi. Shuning uchun bu narsa umrida bir marta bo'lgani uchun bu xalqimizda bir naqli bor-ku, chumchuq so'ysa ham qassob so'ysa. Endi realtor bu kim? Bu tadbirkor, bu odamlarni shu ko'chmas mulk bilan bog'liq hamma masalani to'liq tushunadigan, to'liq biladigan, yuridik tomonlama, har xil vaziyat, to'g'ri, noto'g'ri vaziyatlar, har xil vaziyatlarni ko'rgandan keyin, ya'ni tajribaga ega inson realtor deb hisoblayman men. Va bu odamlarni shu vaqtini tejash uchun, asabini tejash uchun, umrini tejash uchun juda ham muhim. Endi boya aytganimdek realtorlik qaysi ma'noda biznes, ya'ni odamlarni og'irini yengil qilganni hisobi hozir
fikrim ozgina bo'lindi. Bo'ldi, siz bo'lmasa fikringizni jamlab Ha, turing, ha, ha. bo'lmasa biz Azamat aka bilan fikr almashamiz va oxirisida bitta sizni bo'lmasa fikringizni komplekslab ketamiz endi. bo'ladi. Yana o'sha savol qaytaraman. Xalq orasida 50-50 munosabat shakllanib qolgan realtorga nisbatan. Ba'zilari ishonib, bu haqiqatdan ham to'laqonli jamiyatimizga kerak soha deb hisoblansa, ba'zi insonlar esa bular shunchaki ortiqcha yuk, ortiqcha foiz oluvchi, shunchaki xo'ja ko'rsinga ishtirok etadigan insonlar degan munosabat ham bor. Siz bunga qanaqa qaraysiz va haqiqiy realtor o'zi kim? Bundan olib qarasak, to'g'risini aytganda, masalan, bizani doktorimiz bor-da, misol tariqasida olganda. Doktor masalan xirurg u. Masalan, u xirurg o'zini ishi bo'yicha mutaxassis bo'ladi. Bundan olib qarasak, qanaqa kesish kerak, nima qilish kerak, nimani kesish kerak biladi. to'ppa-to'g'ri. Agar u har bir inson men tushunaman desa bu sohani, u uchun uncha ishlarni qilib qo'yish kerak-da, masalan. Bu uchun avval bozorni o'rganish kerak, keyin qaysi materialdan qurilganini bilish kerak, masalan, domni. Keyin o'sha planirovkasini bilish kerak, masalan. Ko'p nyuanslari bor demoqchiman-da. Undan tashqari shu yuridik tomondan ham ancha-muncha nimalarga ham ahamiyat berish kerak. Masalan, hozirgi paytda duch kelayotgan narsalar доверенность, то есть ishonchnoma. Ishonchnoma o'sha nimadan kelyapti? Chet davlatdan kelyapti. Chet davlatdan ishonchnoma kelganda o'sha realtorlar endi hamma o'zicha realtor deb chiqyapti. O'zini nomlab Da, o'sha realtor bo'lmasa ham, yo'q, masalan, uy egasini do'stimi yo tanishimi, men realtor deyapti, o'zi realtor emas u. Tushunmaydi. Yo, oddiy narsa-yu deydi, ishonchnoma kelyapti-ku deydi, tanishimdan deydi. U tanishib jo'natmagan bo'ladi. U qaysidir mashinalar qilgan bo'ladi. Shu bilan keyin oxirida shu uy oldi sotib bo'lgandan keyin, duch kelgandan keyin shu narsaga keyin hamma narsa chiqadi, fosh chiqadi demoqchiman. Chiqqandan keyin u uysiz qolib ketadi. Sotgan odam uysiz qolib, sotgan odam pulsiz bo'ladi. Sotib olgan odam pulsiz qoladi. Sotgan odam uysiz qoladi, xullas. Xuddi shunaqa. Bu bilan nima demoqchiman? Avvalambor, realtor bu do'st sifatida ham yordamchi sifatida qabul qilish kerak. Chunki u masalan realtor avvalambor sertifikati bo'lsa, u albatta o'sha qonunchilikda nima bo'lsa, qoida qonun bo'lsa, o'shani o'tgan bo'ladi. Endi boyaga hozir qo'shimcha qilmoqchi edim. Qonunchilikda shunaqa tavsif berilgan, realtorlik kasbiga bu shunchaki men realtor bo'lishni xohladim, realtor bo'ldim, mana realtor bo'lib ishlayapman emasda. Chunki realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonun bor. Realtorlik sohasida milliy standartlar bor. Realtorlik sohasida undan tashqari yana maxsus qo'shma bosh prokuratura qoshida yoki davlat aktivlari qoshida qo'shma qarorlar borda, normativ hujjatlar ko'p. Bu sohani tartibga soluvchi. Keyin talablar ham ko'p. Realtor bo'lish uchun birinchidan maxsus o'qish. O'zi O'zbekistonda 3 ta 4 ta o'qish bor, realtorlarni tayyorlaydigan maxsus o'qish, tam 150 soatlik maxsus o'qishni o'qib, undan keyin davlat imtihoni belgilangan bizda qonunchilikda, davlat aktivlari boshqarish agentligi tomonidan imtihon qabul qilinadi. Gildiya rais sifatida men o'sha qabul komissiyasida ham ishtirok etaman. O'zimiz realtorlarni o'qish jarayonida ham o'sha ularning metodikasi, o'qishini hammasini tashkil qilamiz. Undan keyin imtihonni ham qabul qilishda o'zimiz nazorat qilamiz. Qanaqa topshiryapti imtihonni. Bu davlat imtihoni test shaklida bo'ladi. Xuddi bizda pravaga test topshirishadi-ku. O'tirib kompyuterda onlayn biz qatnashganmiz shu jarayondan, o'tganmiz. Azamat aka bular topshirgan malaka sertifikatini 5 yil muddatga oladi. Har 3 yilda ular malaka oshirish o'tadi realtorlarda. 5 yildan keyin ular qayta imtihondan o'tib, qayta topshiradi. Yana cho'zdiradi 5 yilga. Xuddi shunaqa tartibda bu soha ham shunaqa talablarga ega. Undan tashqari qonunchilikda realtorlik faoliyati to'g'risida qonunda belgilangan talab bor, sug'urta. Realtorni fuqarolik majburiyatini sug'urtasi belgilangan. Bu majburiy sug'urta. Bu ham xalq uchun qilingan qonun talabi. Nimaga sug'urta nimaga kerak realtorga desa, misol uchun realtorni, men ofitsial ishlayotgan realtorni nimadir aybi bilan mijoz zarar ko'rsa, shu realtorning sug'urtasi ushbu zararni qoplab beradi. Ya'ni bu o'sha xalqni o'ylagan holatda mana shunaqa qonun talabi ham kiritilgan.
Endi страховка qanaqa bo'ladi, nima bu, menimcha bu boshqa masala. Keyin yana batafsil agar qiziqish bo'lsa, hamda aholiga tushuntirib beramiz. Ну, qisqasi aytganda, bu o'sha davlat tomonidan o'sha qonunchilikka yozganda ham o'zim ham ishtirok etganman. Shunaqa maqsad qo'yilganki, mana yangi boshlayotgan realtor bo'lishi mumkin, tajribali realtor bo'lishi mumkin. Endi har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Hamma vaziyatni 100% ham oldini olish qiyin. Shunaqa vaziyatda realtor misol uchun nimadir o'zini majburiyatini to'liq bajara olmay qolsa, bajarmasa, agar mijozda xalq zarar ko'rsa, bu zararni qoplash kerak. O'sha zararni tez va oson, tez qoplash uchun mana shunaqa majburiy sug'urta qilingan. Undan tashqari endi bu asosiy talablar. Undan tashqari yana professional jamoat tashkilotiga a'zolik majburiy belgilangan. Nimagaki realtorlarni hammasini bitta joyga jamlash uchun. Yana bitta maqsad shuki, mana gildiyaga a'zolikda, professional jamoat tashkilotiga a'zolikni realtorlarni o'zaro bir-biri bilan hamkorlikda ham ishlaydi. Bu hamkorlikda ishlaganda ham har xil nojo'ya, nima deydi, noto'g'ri hamkorlik, bir-birini aldash yoki bir-birini klient uchun talashib, bir-birini yomonlash, shunaqa vaziyatlarni oldini olish uchun mana shunaqa professional jamoat tashkilotiga birlashtirib, professional jamoat tashkiloti ichida o'zini ichki qoidasi bor. Xulq-atvor kodeksi degan. Xulq-atvor kodeksi hamma a'zolar o'rtasida majburiy bajariladi va shu o'zaro realtorlarni bir-biri bilan bo'lgan munosabatni ham tartibga soladi. Ya'ni hozir men qonun taraflama aytayapman, bu hammasi уже qabul qilingan, ishlayotgan mexanizmlar. Endi aholi ham murojaat qilganda, misol uchun realtorga ofitsialniy professional realtormi yo'qmi? Albatta so'rash kerak. Biz bu mavzuga hozir ham to'xtalamiz. Ozgina sal mavzuyimiz doirasidan, ya'ni savolimiz doirasidan biroz uzoqlashib ketdik. Ya'ni savolni mantig'i shundan iborat ediki, oddiy tilda realtor bu kim va oddiy inson tasavvurida bu qanaqa gavdalanadi? Shu bo'yicha o'zingizlarni fikrlarni aytinglar deb so'ragan edim. Endi albatta batafsil ma'lumot bizga bu narsa kerak. Bu mavzu haqida yana, bu masalalar haqida yana to'xtalamiz, chunki savollar bor. Rustam aka, sizdan ham fikr olmoqchiman. Aynan realtor bu kim? Shu savolga o'zingiz pozitsiyangizni bildirsangiz. Realtor kim desa, ya'ni u O'zbekistonda bo'ladimi, dunyoda bo'ladimi? Ko'proq dunyoda bu narsalar tajribadan o'tgan, inson bir sohaga kirayotganda uni o'rganadi. Ya'ni bizda shu Baxtiyor aka aytganlaridek, hamma bugun realtor bo'lib ketdi, makler bo'lib ketdi. Aslida bularning lug'aviy ma'nosi ham bir xil so'zlar. Kimdir o'ylaydi, realtor yaxshi, makler yomon. Yo'q, unaqa emas. Biz o'zimiz ham shu bundan 10 yillar oldin, ya'ni ustozlarga borib, bozorga tushib, kimdir og'irini yengil qilaman, buni sohalarni o'rganganmiz. Ya'ni bu uy qachon qurilgan, buni nima muammosi bor, bu hujjat nima, meros nima, oldi-sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi nima, bularni o'rganganmiz. Ya'ni realtor degani o'zi tarixdan oladigan bo'lsa, bu uzoq Rim davriga borib taqaladi. O'sha paytlarda bo'lgan, ya'ni insonlarni mol-mulk, chunki Rim davlatida o'zi qonunchilik birinchi shakllangan. Uni orqasidan odamlarning hujjatli yeri bo'lgan. Ya'ni uni sotish uchun o'rtada turadigan dallol. Xo'p, bu narsa 18-19-asrga kelib Yevropa bilan Amerika bozorida rivojlanishni boshladi bu kasb. Birinchi agentstvalar ham 1855-yilda ochilgan ekan. Nyu-Yorkda. Haligacha ishlaydi. Endi O'zbekistonda bu kim desa, O'zbekistonda hozir kulgili bo'lsa ham, qo'pol bo'lsa ham kim aytadi? Ya'ni bir qorovul, shopyor, quruvchi, to'g'ri kelgan odam, ya'ni bu sotmoqchi, u olmoqchi. Bu o'rtada yaxshigina pul ishlab olish manbai. Lekin biz unaqa deb hisoblamaymiz. O'zimizni pozitsiyamizdan kelib chiqadigan bo'lsa, bizani misol uchun shuni kuzatadigan kuzatuvchilarimiz ham bilishadi. Ya'ni bir necha yildan beri bu sohada, ya'ni obro'imizni yo'qotib qo'ymaslikka, nima qilib bo'lsa ham sotuvchi va oluvchini noto'g'ri qaror qabul qilmasligiga, sotganda, olganda faqat unga foydali taklif bo'lishiga harakat qilganmiz. To'g'ri, xatolar qilganmiz. Xatosiz bo'lmaydi. Bu yerda chiqib bizani o'zimizni yaxshilab, o'zimizni oqlamoqchi emasmiz. Lekin ya'ni realtor makler kim desa, oluvchi va sotuvchini o'rtasida to'g'ri qaror qabul qilishini, ya'ni sotuvchi ham, oluvchi ham
YouTube'da bo'lsin sotgandek. Hozirgi kunda kecha ko'chada 5 yillab, 10 yillab dom olib qo'yishgan, kvartiraga to'lov, boshlang'ich to'lov, har xil chaqiruvlar bo'layotibdi ijtimoiy tarmoqlarda. Shularni analiz qilib beradigan. Bu yaxshi taklif, bu sen uchun yomon taklif. Sen nima qilmoqchisan? Yashamoqchimisan? Hamma yashamoqchiman. Sen nima? Men investorlik qilmoqchiman. Bo'l. Sen bu taklifni ol. Sen buni sinov. deydigan muqobil taklifni bera oladigan bir shaxs. Tushundim. Mani o'zim agar shaxsiy pozitsiyamga to'xtaladigan bo'lsak, realtor bu meni nazarimda mas'uliyatni boshqa bir insonga o'tkazib qo'yish imkoniyati. Misol uchun deylik, mana menda byudjet bor, menda vaqt tomonlama biroz tig'izroq va hujjat tomonlama unaqa darajada kuchli bilimga ega inson emasman va o'zini sohasini ekspertiga men ishonib, topshirib, butun mas'uliyatni unga o'tkazib qo'yganim men uchun xavfsizroq. Ham vaqtingizdan tekshiringiz, ham xavfsizligingiz. Shu tomoni bor va u mendan ko'ra yaxshiroq biladi, nima joyda qanaqa kamchiligi bor, qaysi lokatsiya yiliga menimcha foizga o'sib beradi yoki qaysi lokatsiya yashash uchun qulay, infrastruktura va hokazo masalalar bo'yicha u mendan yaxshi xabardor inson. Shuning uchun men realtorni mana shunday tasavvur qilaman-da. Baxtiyor akamni endi gaplariga menda o'z savol bor edi, Baxtiyor aka. Mana siz o'zingiz boshlab qoldingiz. Endi shu savolga o'tadigan bo'lsak, mana realtor kimligini bilib oldik. Endi qattan men yaxshi realtor topishim mumkin. Mana misol uchun Baxtiyor akam aytdilar, $30,000 bir amallab uyimga pul yig'dim. Terdim, o'qildim, buqildim va hokazo, qo'limda $30,000 pulim bor. Umuman kuyib qolgim kelmayapti. Kadastr problemasi bor, boshqa problema bor va hokazo masalalari borda, men qanaqa realtorga bu pulim bilan borishim kerak? Yoki deylik, misol uchun deylik, uyimni sotmoqchiman, insofli, yaxshi, haqiqatdan ham boshdan oxirigacha prosta notariusga borib, qo'limni shunda qo'yib ketadigan darajagacha yaxshi bitta realtor topmoqchiman. Ham sotuvchi, ham sotib oluvchi pozitsiyasidan men qanaqa qilib realtor tanlayman? Yaxshi savol. Yaxshi savol. Endi realtor tanlashdan oldin boya realtorlarga bo'lgan talablarni tushuntirdim-ku-da. Realtor deganda mana ofitsial pozitsiya shunaqaki, realtor bu o'sha qonunda belgilangan talablarni 100% bajaruvchi, shartnoma asosida ishlaydigan, malaka sertifikati, sug'urtasi bor, a'zoligi bor, mana shu faktorlarni bajargan, qonun talablarini bajargan mutaxassis bo'lish kerak. Agar bu oldi-sotdi masalasi bo'lsa, oldi-sotdi arenda masalasi faqat realtorlik tashkilot orqali qilinadi. Agar faqat shunchaki maslahat olmoqchi bo'lsa, unda yakka tartibli tadbirkor realtorga murojaat qilsa ham bo'ladi. Endi ularni qayerdan topaman? O'zbekistonda professional jamoat tashkilot o'zi ikkita bor. Realtorlik tashkilotlari assotsiatsiyasi bor va realtorlar gildiyasi birlashmasi bor, uyushmasi. Shu ikkala tashkilotni ofitsial veb-saytida biz yaqinda realtorlik tashkilotlari assotsiatsiyasi bilan ham kelishuvimiz imzolandi. Umumiy bitta reyestr qilishga kelishdik. O'zbekistondagi professional realtorlik tashkilotlar va realtorlar degan bitta reyestr, ya'ni ro'yxat bo'ladi va bu ro'yxat assotsiatsiyani veb-saytida, gildiyani veb-saytida hamda davlat aktivlarini boshqarish agentligining veb-saytida joylashtiriladi. Xohlagan odam o'sha veb-saytga kirib, demak, u rasmiy bo'ladi, uni kafolati, uni sug'urtasi, hamma narsasi albatta realtor bo'ladi. Endi shu ro'yxatdagi realtorni hamma hujjatlari to'liqligiga biza ishonch hosil qilib, keyin veb-saytga joylashtirasizlar. Albatta, hamda uni nazorat qilib boramiz. Misol uchun sug'urtaning sroklari keldimi, tugadimi? Darhol xabar beramiz, sug'urtangizni sroklari keldi yoki malaka sertifikatining srogi keldi, a'zoligining srogi keldi-da va uni cho'zmasa, unda biz ro'yxatdan olib tashlaymiz. Qonun talablarini bajarmagan hisoblanadi yoki ro'yxatda bu belgilanadi. Ya'ni qonunda shunaqa kamchiliklari bor, mana shu realtorlik tashkilotni. Xullas, shunaqa ofitsial reyestr orqali ko'rib, tanlab olishingiz mumkin. Tushundim. Demak, menda ro'yxat bo'ladi. Men davlat tasarrufidagi veb-saytga kirib, ko'rib, misol uchun deylik, mana Azamat aka menga duch keldilar. Men demak Mega Realtor bosdim, ko'rdim. U yerda hamma hujjatlari, Azamat akaning hamma sug'urtalari, hamma narsalari bor. Men ishonch hosil qildim va ularga murojaat qildim.
xuddi shunaqa tartibda bo'ladi, to'g'rimi? Da, xuddi shunaqa tartibda bo'ladi. Yoki misol uchun siz uyni sotmoqchi bo'lsangiz ham endi reklama orqali ko'rasiz-ku, realtorlik tashkilot yoki realtorga telefon qilishingiz mumkin va hokazoda. Albatta, realtordan tekshirib olishni tavsiya beraman. Siz qaysi tashkilotdan, ismingiz nima, qaysi tashkilotda va uni veb-saytga kirib, haqiqatan ham shu tashkilot bormi, yo'qmi? Chunki Juda ko'pchiligi yo'q, tushunishim bo'yicha. ko'pchiligida realtorlik tashkilotlar ham bor, ayrim tashkilotlar qonun talablarini xabari yo'q tashkilotlar ham bor. Duch kelyapti hozir. Ularga mana hozir sekin-sekin mana tushuntiryapmiz, ommaviy axborot orqali xat chiqaryapmiz. Shunaqa tashkilotlarga mana qonun talablari bor, hujjatlarni to'g'rilab qo'yinglar deb. Endi o'ziga yarasha xavflari ham bor bunaqa tashkilotlarni aholi uchun. Shuning uchun men tavsiyam har doim saytdan qarab tanlashingiz ham mumkin yoki mabodo to'g'ridan to'g'ri duch kelib qolsa, albatta ma'lumotini so'rab olib, keyin saytdan solishtirish tavsiya beraman. Tushundim. Yana kimdadir qo'shimcha bormi? Yo'q, bunga qo'shimcha yo'q. Rustam aka, menda bitta savol bor edi. Hozir premium klass so'zi ostida turli tuman qurilishlar ko'payib ketdi, lekin aslida agar sen uni tag-tugini so'rab surishtiradigan bo'lsang, uni premiumga javob beradimi yoki yo'qmi, shu savollarga javob olib chiqadigan bo'lsang, komfort yoki komfort plus tipidagi uylar bo'ladi. Va bugungi kunda aynan mana shu premium so'zini qo'shib, premium class deb juda ko'p sotuvlarni, agressiv sotuvlarni ko'p ko'ryapmiz-da. Bozorda shu premium klassga urg'u juda ko'payib ketdi oxirgi paytda. Lekin o'zi asli unaqa emas. Men o'zim ham ko'p duch kelyapman-da bu narsaga. Endi aka, mana bizlar reklamaga chaqirishadi, ba'zida aka deydi, mana bizda premium class жилой kompleksda mana shunaqa gapirish kerak va hokazo. Bundoq qarayman-da. Aka, bu komfort bu premiumga kirmaydi deyman-da. Aka, premium qanaqa bo'lishini bilaman-da. Mana misol Dubay bozorini ko'rganmiz, Amerika Qo'shma Shtatlari bozorini ko'rib kelganman, misol uchun Yevropa bozorlarini ko'rib kelganmiz-da va haqiqiy premium klass qanaqa bo'lishini bilaman-da. Mana O'zbekistonda, jahonda olmaylik Rustam aka, mana O'zbekistonda premium klass uylari deb qaysi uylarni ayta olamiz? Ularni ichiga nimalar kirish kerak aka? Endi buni savolni to'g'ri beryapsiz, Temur. Nimagaki, insonda birinchi o'rinda bir narsani ajratish uchun ikkita narsa to'g'risida fikr bo'lish kerak. Ya'ni bu olma, bu nok. Bizda hali O'zbekiston bu realtorlik sohasida ham, qurilish sohasida yangi bozorimiz. Men o'zim eshitdim, ya'ni bir quruvchi firma qurayotgan ekan, hozir mashhur quruvchi firma, ya'ni premium klassdagi uy haqiqiy Toshkentda hali qurilgani yo'q. Haqiqiy premium standartlarga to'g'ri keladigan qurilish yo'q aslida. Meni bilishimcha yo'q. Aytganingizdek, birinchi o'rinda misol uchun lokatsiya, uni atrofidagi kommunikatsiya, uni atrofidagi metro, uni atrofida bozor, juda ko'p talablari bor-da premium bo'lishi. Misol uchun bir shaharni, misol Sergeli, Chilonzor deb uni kamsitish maqsadida emas. Misol uchun o'ttiga diskomfort, o'tda premium klass uy qurishiga talabiga javob ham bermaydi-da. Siz aytgan narsa, misol uchun rayon to'g'ri kelishi kerak, lokatsiya to'g'ri kelishi kerak, uni qulayligi, aeroportga yaqinligi, juda ko'p faktorlar bor. Qurilishda ishlatilayotgan mahsuloti, hozirgi to'g'risi qo'pol qilib bo'lsa ham aytamiz, bu qurilishga kirib kelgan o'zi oxirgi yillardagi quruvchilar aslida quruvchi emas o'zi. Ko'pchiligi juda ko'p. Ayrimlar, men hammani aytmoqchi emasman. Ya'ni o'zi biladi, misol uchun odamlar, ya'ni kecha bozorda gilam sotib yurgan, kecha mashina sohasida ishlab yurgan odamlar bugun marja zo'rligini ko'rib, to'g'ridan to'g'ri qurilishga o'tishdi va o'zligini quruvchi deb atashni boshlashdi. Buning orqasidan hammaga ma'lum muammolar bor. Odamlar puliga kuygan, vaqtiga kuygan, boshqa narsa ko'rsatilgan proyektda. Aytganingizdek, premium klassdagi bizaniki mana bunaqa loyiha deb reklama qilishganda, bitganda u eng sifatsiz mahsulotlardan, ya'ni qo'pol qilib aytganda, даже Xitoy sifati ham yo'q deydi, Xitoy kafil ishlatilmagan. Shu darajada. Tushunishim bo'yicha shunda albatta premium uchun bu qurilishda ishlatilayotgan mahsulot sifati, loyihani o'zini shiftlarni balandligi, loyihani o'sha patolog balandligi, infrastruktura, bog', parkovka masalalari, lift, ya'ni shunga o'xshagan mayda-chuda detallari, shulardan kelib chiqib biz loyihani premium yoki premium emasligini bemalol ajratib olishimiz mumkin. Va sizning gapingizga ham qo'shimcha sifatida kiritib o'tib ketishim kerakki, bunda davlatda ham juda katta aybi bor. Davlatda ham bu yoqda
aynan haligacha bu masalani nazoratga olmayotganligi va sekin juda ham o'zgarishlar bo'layotganida mana shunaqa katta muammolar kelib chiqyapti. Chunki uzoqqa ketmaylik, mana o'sha Dubay bozorini olib misol qilib keltiraylik. Mana Dubay bozorini o'zida ham o'sha yer qo'mitasi, ya'ni shu tashkiloti ham bor, o'sha zemlideliya deb o'zlari aytishadi. Ana shu tashkilot tomonidan shu davlat arosat bo'lib turib o'rtada tushib o'zi kafil bo'lib berishi, davlat tomonidan qurilish sohalarini o'zi juda ham chiroyli tartiblashtirilganini hisobiga birinchidan bozorda semichkachi o'yinchi yo'qda. Haqiqiy o'yinchilar. Bozorda hammasi obro'si bor, yaxshi, o'zini hurmatini bilgan yoki orqasida kamida tarixi bor quruvchilarda. Va bu narsa agarda tartibga solinadigan bo'lsa, meni fikrim bo'yicha shunaqa kichik o'yinchilar kamayib, faqatgina quruvchilarning eng kattalari, yiriklari va sifatiga va vaqtiga javob beradigan insonlar, o'zi quruvchilar qoladi deb o'ylayman. Bu meni o'zi shaxsiy fikrim. Va qurilish sohasi, uylarga endi keldik. Menda yana bir endi bu juda ham ko'p bizni ko'rayotgan insonlarga juda ham oid savol. Chunki bu nafaqat men emas, оказывается, juda ko'p insonning muammosi ekan. Hozirgi kunda uylar o'zi ko'payib ketdi. Men hozir uylarni qanaqa tanlash kerak, nimadan kelib chiqib tanlash kerak masalasi emas. Mana Azamat aka, sizni ham fikringizni bilmoqchiman. Qozog'iston bozorini ham o'rganganman deyapsiz. Mana misol bilaman, men bu qurilish sohasida O'zbekistonda bum bo'lishidan oldin ham bu sohadan xabardor bo'lgansiz, bilgansiz, ichida yurgansiz. Esingizda bo'lsa, oldingi domlarda, oldingi uylarda kvadratura bemalol bo'lardi. Oldinlari misol uchun albatta mehmonxona hisobga olinib sotiladi yoki albatta qanaqadir bir kladovka yoki omborxona yoki bir qo'shimcha xona albatta doim uyni bu asosi sifatida sotiladi. Ya'ni mana shu bir xona deb hisobga olinadi. Misol SSR paytidagi o'sha xrushchevkalarni eslasak yoki misol uchun o'sha panelli uylar bo'lardi. Shunaqalarni eslasak, kvadraturasida fayz bor-da. Mana men loyihalar ideal. Men misol ba'zida vtorichkalarga borganimda mazza qilib reklama qilaman, chunki bir xonalikni o'zi ham bir kattagina uyda. Hamma narsani o'rni bor. Nima uchun biz borgan sari mini kvadratura va borgan sari ixchamlashish tipiga o'tib ketyapmiz? Nima uchun bizda shunaqa bo'lyapti? Chunki avvalambor kommunal nimamiz bor, uslugamiz bor. Ular oshib bormoqda. Resurslar qimmatlashib boryapti. Resurslar qimmatlashib uzr. Урус гапируем, окей. Я к чему сейчас веду разговор? На самом деле у нас коммунальные услуги каждый день, почти можно сказать, в год 2 раза, либо 3 раза порой бывает, что они повышаются. За счет этого уже у людей как бы зарплата, если так взять, она же не повышается. Же. Если повышается, то небольшое количество как бы повышается, скажем так. За счет этого люди уже, исходя из своих карманов, получается, бюджеты, они уже готовы рассмотреть поменьше квартиру, чтобы побыстрее купить и побыстрее жить. Многие, которые не могут себе позволить, они съемную квартиру снимают, определенную сумму накапливают, и они понимают, что сейчас уже выходит, допустим, 20 квадратов, допустим, 15 квадратов метров, и за счет этого они как бы его рассматривают. Потому что сейчас акцент идет на таких уже. Если раньше шли, у нас застройщики сейчас что сделали? Они начали сначала большой квадратуры продавать, все, уже получится большой квадратуры, уже спроса не будет. Сейчас будет уже только на меньшую квадратуру. Bir xonali, ikki xonali maksimum. Да, и квадратура будет только намного меньше получается, начиная от 10 квадратных метров до 20 квадратных метров пойдут уже. Вы можете сказать, как это 10 квадратов? Поверьте, даже в Корее, даже в Японии, у них, оказывается, даже в Китае маленькие... 12 kvadratmi? Да, 10-12 квадратов, порой бывает даже 15 квадратов. Shunaqa Parijda Airbnb'dan bir marta uy olganimizda 12 kvadratli uyda qolganmiz. Hamma narsa bitta joyda. Hamma narsasi spalnichning ichida, kuxnyasi ham, tualetim chiroyli korobka bilan bekitib qo'ygan. Shunaqa. Lekin bu narsa haqiqatan ham to'g'ri ta'rif berdingiz, aynan oyliklarni oshmasligi, kommunal xizmatlar, o'zi umuman hayot tarzi borgan sari qimmatlashib ketishi insonlarni kichkina bo'lsa ham rozimiz, o'zimizniki bo'lsin degan fikrga olib kelyapti deb o'ylayman. Lekin mana shuni oqibatidachi, mana men o'zim mana bir xonali uyda yashaydigan inson sifatida aytaman-da sizlarga. Mana shu narsachi o'zimizni o'zbek urf-odatlarini, o'zbekonaligimizni ozgina yo'qolib borishiga ham menimcha katta sabab bo'lib qoldi. Chunki misol mana men yoshlikda ota uyda katta bo'lganimda biza ko'p mehmon kutardik-da. Bizning uyimizda alohida bitta mehmonxonamiz bor edi. Biz albatta mehmonlar uchun zalni doim tayyor qilib qo'yardik.
servantlar turardi, dasturxon yozilgan, mehmon keldi, shundoq dasturxon. Mehmonlarning keti uzilmasdi deydi. Ha, mehmonlar keldi, bordi keldi, zo'r bo'lardi. Lekin hozir mana men xohlasam ham sizni uyimga mehmonga chaqira olmayman. Chunki bitta yotoqxonam bor, bitta kuxnyam bor, tushunasizmi? Va mana shu narsalar meni fikrim bo'yicha shu sotsiumni ham ozgina bir-biridan sovutyaptimi, sotsium qanaqadir o'zgarishiga ham sababchi bo'lyaptimi deb ham o'ylab qoldim-da, shu psixologik tomondan agar bir fikrlab ko'radigan bo'lsak. Ну, здесь, видите, один момент есть, да. Если раньше взять, допустим, лет 15 тому назад, да, люди шли только квартиру покупать. Они не смотрели на балкон, они не смотрели, какой там размер квартиры. Они просто шли, сказали, да, то есть двухкомнатный, все пойдет. Потом что поменялось? Они уже начали рассматривать, я хочу раздельные комнаты, понимаете, да? Потом со временем, время проходит, через спустя несколько лет, они говорят, мне уже нужно с балконом. Потому что люди понимают, что можно кухню перенести на балкон. Понимаете, да? Люди начали уже рассматривать с балконом. Потом люди говорят, нет, теперь давайте еще хочу комнату раздельной. И еще было, санузел тоже был раздельный. Раньше были замещены, сейчас они уже все раздельно хотят. Понимаете, да? То есть понимают то, что раздельно уже, естественно, по цене и дорожает. На сегодняшний день уже люди рассматривают, знаете, на что? На квадратуру, да? А теперь я вам так скажу. Они будут теперь рассматривать высота потолков. Почему? Потому что высота потолков тоже роль играет. Я вам так скажу, одну вещь скажу по секрету, да. Многие говорят то, что вот высокий потолок зачем мне? То есть низкий потолок лучше, то что быстрее квартира греется, да, скажем так. На самом деле это не так. Даже если хоть потолок будет высокий, даже будет низкий, но если у тебя отопление будет не особо хорошее, он все равно будет как бы, греть, особо не будет греть, да? Да, но что хорошо, именно в высоких потолках, у человека мысли начинают шире думать. Когда низкий потолок, у человека мысли даже не будет особо шире думать. Психологически. Конечно, поэтому во время Хрущева строили вот такие низкими потолками квартиры, если заметите. Да, и все теперь в дальнейшем будут все рассматривать именно высокими потолками. Когда есть даже высокими потолками, люди даже, которые покупают, они могут как... Дух ясен. Да, дух уровнем, как бы, скажем так. Понимаете, да? То есть спрос будет на такие уже в дальнейшем. Сейчас уже рассматривают только с квадратуры, но в дальнейшем уже будут рассматривать уже с высотой потолков. И хочу еще отметить, такой момент есть. По поводу Казахстана, да, я еще, как я сказал, 2015, 16, 17, 18 год, получается, я в Казахстане увидел много чего. У нас, я еще когда приехал в Ташкент, я еще сказал многим застройщикам, еще когда они строились, как партнерство участвовать, я предложил им. А что именно предложил? Я то, что увидел в Казахстане еще в 2019 году, когда мы открыли Мегариэлтор, я сказал, давайте проверять свои жилые комплексы. Они говорили, нет, пройдет. Я в Казахстане увидел такую вещь, они ставят аппаратуру внизу на первом этаже и ставят наверху. Это проверка на сеймостойкость. Кстати, ребята из Big Group тоже недавно делали, которые там на дороге Новый Узбекистан, когда там Садо строили, этот проект, они там симуляцию... Oldimizda sovetskiy domlarda ham bo'lgandi u narsa, keyin orada yo'q ketdi. Это Казахстан же. Да. Это Big Group, это же казахи, да? Да. Я сам был в Казахстане, я говорю, это 2019 год. Сегодня на дворе уже 2025 год. И до сих пор ни один застройщик еще не проверял. Понимаете? А если завтра землетрясение будет как в 1906 году, повторится, не дай бог. Да, сразу. И кто какой гарантия даст? Juda ko'p kamchiliklar kelib chiqadi. Конечно. Hali sizga ko'rishganimiz aytgan masalam bu Azamat aka, qachonki u qaysi mamlakat bo'lishidan qat'iy nazar biznesmen, tijoratchilari faqat pulni o'ylar ekan, u o'smaydi ham, u yerda xavfsizlik to'g'risida gap ham bo'lishi mumkin emas. Hozir bu narsaga o'tib ketib qoldik, bu narsani qo'shimcha qilmoqchiman. Ya'ni realtor nimaga kerak desa, realtor senga patologiya yaxshi bo'lishini, senga bu ertaga oilangga to'g'ri kelishini, ertaga sotsang vigidni bo'lishini, butun dunyo tajribasida Azamat aka, mana Qozog'istonda ishlagan ekansiz, men просто o'rganganman. Ya'ni quruvchi uy quradi, u sotmaydi. Bizda ham quruvchi ham o'zi quradi, ham sotadi, ham reklama qiladi, aravasini ham o'zi itaradi. Buning orqasidan nima bo'lyapti desa, sifat. O'zi bundan keyingi mavzuyimizning savoli shundan iborat edi aynan. Bermoqchi bo'lgan savoli bu quruvchi, bugungi kunda O'zbekistondagi quruvchi ham o'zi ham sotuv bilan shug'ullanishi, realtorlar bilan yaqin bir-biri bilan zich ishlamasligi bu qanchalik to'g'ri degan savolni bermoqchi edim. Nima uchun quruvchilar marketingga, nima uchun quruvchilar sotuv ofisiga
shu kabi narsalarga fokusni qaratish kerak. Mana misol uchun men ko'p uzr so'rayman, Dubay bozoridan hozir ko'p misol keltiryapmiz, chunki yaqinda borib keldik. Mana 2 hafta Hali sovimadi. yo'q, sovgani yo'q. Bironta quruvchi odamni ko'rganim yo'q sotuv ofisida. Sotuv ofislari absolyut alohida tizim, alohida insonlar, alohida tashkilotda, ya'ni quruvchi fokusni faqatgina qurishga qaratganda. Vaqtiga, sifatiga. Va o'sha paytda siz gapingizga ham qo'shimcha sifatida ertaga uyimda zilzila bo'lganda realtorim yaxshi bo'lsa, realtorimga rahmat aytaman-da. To'g'ri, menga uy tanlab bergan ekansan. O'zi quruvchi bunaqa uni chalg'itadigan narsalar bilan shug'ullanish qanchalik to'g'ri? Bu masalada boshlab beray. Misol uchun kuni kecha mana 16-dekabrda ham gildiya a'zolarining umumiy yig'ilishi bo'lib o'tdi. Mana aka, Azamat aka ham qatnashdi. Bu masalani ham biz ko'targandik. Quruvchilar masalasini umuman olganda shunaqa inisiativa bo'lib bor ediki, quruvchilar yo'nalishida ya'ni потребительский reyting, ya'ni iste'molchilar reytingini quruvchilarga nisbatan iste'molchilar reytingi Dubayda ishlaydi shu narsa. Endi Dubay masalasiga kelsak, Dubay tajribasini ham juda ko'p o'rganganman o'zim. Qonunchilik taraflama ham, ularning tartibini ham, ular bilan ham u yerdagi realtorlik tashkilotlari bilan ham ko'p suhbatlashganmiz. Ularning ichki tartibini, qonunchilik tartibini o'rganish uchun. U yerda ham boyagi gapingizga qo'shilaman, 90-95% realtorlik tashkilotlari orqali sotiladi. Sanoqli bitta, ikkita sanoqli quruvchilar o'zlarini sotuv ofislariga ega, lekin sotuv ofislariga ega bo'lib turib ham 85-90%ni baribir realtorlik tashkilot orqali sotadi. Statistikani qaraydigan bo'lsak, Qo'shma Shtatlarni oladigan bo'lsak, u yerda ham 88% realtorlik tashkilotlari orqali sotiladi. Dunyo bo'yicha eng baland reyting turar ekan Amerika bozori o'zi, ya'ni sotuv bo'yicha realtorlar qo'shimcha qilib ketaman, 88% u Juda katta ko'rsatkich. juda katta ko'rsatkich. Ну, на самом деле, знаете что? Если так корень взять, зачем тогда нам нужна корзинка? Зачем нам нужны продавцы, которые на базаре торгуются? Они же тоже посредники между производителями, если на то пошло. Bunaqa olib qaraydigan bo'lsa, Ну да, они же тоже не говорят, что вот купи это. Они просто предлагают свой товар и говорят, у нас вот такой есть товар. Вы что вы хотите? Он говорит, допустим, я хочу шерстяной кофту. Все, продавец подходит, показывает шерстяную кофту. tikuvchiga bormaydi-ku. Ну да, он же не идет же производителю. Не скажет мне, сделай мне этот. Ну, если так на то пошло, они могут идти, это их выбор. Но я считаю, что все равно должен быть риэлтор, потому что он как бы друг и хороший советчик, можно сказать так. Но риэлтора тоже, вы даже прекрасно понимаете, они все разные бывают. Есть, которые с хорошими намерениями, да, а есть, которые плохими намерениями. Кто-то думает о своем кармане, а кто-то думает именно помочь человеку. Просто вы должны прекрасно понимать, есть еще диверсификация, которую вы, наверное, можете знать. Вот, допустим, ко мне обратился клиент, да? Это вот давно было, когда я еще риэлтором работал. И он мне говорит, Азамат, говорит, у меня есть $300 000, говорит. Вот я хочу вложиться, говорит, в недвижимость. Как ты думаешь, что можно купить? Я ему сказал, окей, я говорю, давайте сделаем так, говорю. Вам не нужно все средства, говорю, на недвижимость вкладывать, говорю. Почему? Говорю, потому что вы должны прекрасно понимать, недвижимость тоже такой же, как рынок, как и другие сферы недвижимости, сферы другие сферы, скажем так, бизнеса. Я сказал, давайте какую-то часть на недвижимость, какую-то часть на акции компании какие-то там, какую-то часть суммы деньги банк, получится, вкладывает, какую-то сумму часть деньги, скажем, на золото и остальные на машину. Понимаете, да? Где-то что-то как-то пойдет не так, в любом случае вы будете в плюсе. Недвижимость то же самое. Он сегодня растет, а завтра может и упасть. Также и золото. Он может сегодня расти и также упасть. Также и любой бизнес-направление, также это происходит. Понимаете, да? То есть нет такого, конечно, поэтому я предлагаю всегда со своим клиентам именно разделить свои средства именно по направлениям, скажем так. Тогда и будет и правильно, потому что курочка, когда делает яйцо, они же по-разному же, правильно? Они же не в одном месте. Потому что даже если яблоко взять гнилое, да, и посадить хорошими яблоками, она же может загноиться. Согласны? Поэтому его нужно все разделить, все средства, и тогда можно уже плоды получать, да? Поэтому. Yana kimdir qo'shimcha bormi sizda? Ну, я еще раз хочу отметить, смотрите,
По поводу новостройки, которые вы сказали, есть на самом деле эконом-класс. Есть эконом-класс, есть комфорт-класс, есть бизнес-класс, есть премиум-класс, а также есть неформальный, это среди риэлторов, люкс. То есть его называют делюкс. Эконом, многие называют его стандартным. Раньше его называли экономом. На сегодняшний день, чтобы людей не пугать, они просто говорят, это стандартная как бы планировка и как бы, ну, комфорт, да, скажем так. Либо там говорят комфорт. Yaxshi eshitiladida Да, komfort. чтобы приятно было на слух. Да. Odamni qochirmaslik uchun shuni qanaqa. O'zi aslida buni kim beradi? Uni aslida o'zi mutaxassisi bor, международный. O'sha международный narsani ko'rganman nimada? Qozog'istonda международный специалист приходит, определенно после того, как семейство проверили, все сделано, они все наружный фасад все заканчивают, то есть все заканчивают, после этого зовут специалиста, он уже дает оценку, после этого они могут выйти на прямой эфир, сказать, что наш жилой дом уже бизнес-класса. То есть уже есть сертификат от специалиста, то есть он соответствует всем параметрам, понимаете, да? Да. Если его нету, он не может сам по себе сказать, что это бизнес-класс. Почему? Потому что люди, которые строят 7 этажей, а завтра они продали как 7 этажей же, то есть жилой дом, а завтра они продают уже как 30 этажей. И люди начинают возмущаться, как это? Ты же говорил, что у тебя бизнес-класс и 7 этажей. Как это? То есть это уже получается 30 этажей, уже это эконом-класс. Понимаете, да? То есть те, которые там выше 9 этажей строятся, это все не бизнес-класс. Понимаете, они все идут как эконом-класс. Insonlarda bunga nisbatan aynan klasslarni ajratish bo'yicha bilim yetarli bo'lmaganini hisobiga ham insonlarda shunaqa tushunmovchilik bo'ladida. Shuning uchun ham sizlarga yuzlanganimdan sabab aynan farqlar bo'yicha nimalarga qarab biz ajratishimiz kerak, komfort qanaqa bo'ladi, o'sha standart qanaqa bo'ladi, premium deganda nimani tushunishimiz kerak, klubniy dom degan tushuncha bor, u deganda nimani tushunishimiz kerak, mana shularning farqlarini batafsil razвернутый tushuntirib bersanglar ham zo'r bo'lardi, chunki men xudo xolisa premium uy olaman deb turib ertaga olib bo'lgandan keyin yoki bizani videomizni hozir ko'rib o'tiribdi-da, men premium emas, men komfort olgan ekanman-ku deyishi mumkin, yoki kimgadir san klubniy dom olding deb sotdi-da, qarordi bu klubni dom emas aslida. Shu narsalarning farqlarini ham tushuntirib bersanglar, bu insonlarga ham juda ham foydali va sotib olayotgan inson ham o'zi tushunadi qanaqa toifadagi uyni olayotganini. Shu haqida ham mana o'zingizlar pozitsiyadan bildirib o'tsanglar juda ham kerakli deydi ham. Как Рустам сказал, он же сказал изначально, что играет роль локация, цена, то есть где находится, рядом что есть. Сады, какие-то школы, метро. Если он отдаленный район, он не может быть никак бизнес. Iloji yo'q-da. Qo'pol qilayotgan Sergelida qurib uni premium klass deish iloji yo'q. Chunki u yerda kommunikatsiya, metro yokida qimmat brenddagi bir mol yoki bir sotuv boshqa yana shunga o'xshash narsalar yo'q, iloji yo'q. Butun kommunikatsiyani ko'chirib borib, keyin premium klass desa bo'ladi. Misol uchun yangi O'zbekistonda hozir premium klassdagi uylarni qurishni boshlashdi. Chunki yerga hamma kommunikatsiyani olib chiqishyapti. Metro, aeroport, hamma narsa bor. Da, hamma narsa bor va noldan qurilyapti. Noldan qurilyapti. Endi shahar ichida hozir men o'ylashimcha, ya'ni biznes klassdagi uylar bor. Ko'p uylar biznes klassdagi. Ya'ni komfort, standart bor. Hamma ham tushunadi uni, ya'ni sodda, komfort, standart, ya'ni shaharning atrofidagi hamma qulayligiga ega bo'lmaganlar, ya'ni standart va komfort klass. Ya'ni endi o'sha bu yog'i biznes klassga o'tadigan bo'lsa, bu iloji boricha shahar markazida, metro yaqin, boshqa hozirgi kundagi, ya'ni biz O'zbekistonda Korzinka yaqin, Safiya yaqin, maktab yaqin, yaxshi institut yaqin. O'shalar endi hozirgi kunda biznes klass. Endi klubniy dom deydigan bo'lsa, klubniy dom обязательно o'zini shaxsiy hududiga ega, yopiq hududiga ega, uni ichida shu hali o'zbekchiligi choyxonasi bo'ladigan, o'zini alohida ovqat tayyorlaydigan zonasi, dam olish zonasi bor, sport zali bor. Shunaqa klubniy dom deganda shuni tushunishsa bo'ladi. Endi unaqa domlar sekin-sekin bizda shakllanib boryapti. Eski klubniy domlar bor va hozirgi kundagi klubniy domlar bor. Ularda siz aytganingizdek, oldin birinchi mana o'zi O'zbekiston bozorida taxminan 30 yil qurilish bo'lmagan. Bu narsa o'zi narxga ham ta'sir qildi, umuman sifatga ham ta'sir qildi va insonlarda tushuncha bo'lmadi. Ya'ni bu dom qanaqa, bunisi qanaqa. Bizning asosiy qatlamimiz, ya'ni eski Xrushchevskiy domlarda to'xtab qolishgan. Ya'ni dom deganda shuni tushunishadi va bunga 2016-yildan keyin massiv ravishda
yangi qurilishga kirib keldi, ya'ni novostroykalar deymiz. Novostroykalar kirib keldi. Bo'ldi. Yangi dom desa bo'ldi, novostroyka desa, "Vo, bo'ldi, yangi ekan" deb odamlar oldi. Uni klasini tushunish uchun orada bozor bo'lmagan. Ya'ni bozor, unga muqobil variant bo'lmagan. Ya'ni uni tushunish uchun hozir shuning uchun ham realtor kerak. Ya'ni qatga nimaga pul tikyapsan? Yashash uchun tikyapsanmi? Ertaga bu yerda nima quriladi? Biz endi tajribadan kelib chiqib aytamiz. Mana hozirgi kunda bu narsalarning orqasidan uy olib, uni topshirishini kutib, uni kadastri chiqishini va uni etilgan darajada topshirishini kutib charchagan odamlar bor. Men qo'pol qo'ysam aytaman, menga kelib 5 yil oldin so'raganingizda, bu uyni hujjati nima, buni quruvchisi kim, bu nimalarni qurgan bilamiz biz. Va u odamga qanchadir riskini kamaytirib, investitsiyasini ko'paytirishga yordam bergan bo'lardi. Hozir misol uchun kuzatuvchilarimiz o'ylashi mumkin, biz quruvchilarni absolyut qildik. Biz unga o'tib ketmadik. Ya'ni bozorda hozir muammo bor. Iste'molchini muammosi bor. Uyini vaqtida ola olmayapti, pulini qaytarib ola olmayapti. Kadastr chiqmayapti, uyini. Kadastr chiqmayapti. Uyga kim reklama qilgan? Quruvchini o'zi, artist, bloger, mashina sotib yurgan bloger, borgan, ko'rgan, bu sifatiga javob beraveradi. Borib, men qo'rqaman shuncha yil ichida ishlab, bir sifat to'g'risida gapirishga, siz aytgan tekshiruvlar umuman o'tmaganda, qo'liga nimadir ushlab olganda, bu dom juda ham sifatli deb yuboryapti. Qayerdan bilasan sen? O'zi avtoblogersan sen. Baraka topgur. Bu odamlarning hayoti bilan. Quruvchi nima qilyapti? Unga farqi yo'q. U sotsa bugun pulni ishlasa bo'ldi. Reklamada qanaqa jarangdor eshitilsa, premium klass, biznes klass deb yuboryapti. Da. Shunaqa. Ha. Prosta bitta narsani bilish kerakki, yaqinda ham mana Turkiyada esingizda bo'lsa, chiquvdi. Zilzilaning oqibatidan ko'p domlar qulab ketdi. U ham yangi domlar deydi. Yangi domlar bo'lgan. Hammasi yangi domlar. Bitta shahardagina hech qaysi uyni qulash kuzatilmadi, chunki ana shu yerda aynan ko'chmas mulk va qurilish vazirligidagi bitta insonni halolligi va har bittasini tekshirib shunaqaga chiqib hujjati bilan qonuniy ishlagani uchun o'sha shaharchada hech nima bo'lmadi. Boshqa o'sha yan atrofdagi shaharlarda juda katta bo'lmasa hazillik ham yer qimillamadi. Shunaqa. O'shaning hisobiga o'sha hamma o'zi nimasiga qarash kerak-da. Agar o'zi xohlamasa, o'sha mana hujjatlarni tekshirishga yo masalan o'sha material uyni materialini tekshirishga vaqti bo'lmasa, u uchun o'sha mutaxassis bor. Mutaxassis o'zi bekordan bekor kerak bo'lmaydi. U masalan mutaxassis aytadi. Mana shu bozorda mana shunaqa narxdan boshlanadi deydi. Mana shu narxgacha uy bor deydi masalan. Sizga qayerdan kerak deydi. O'sha uni nimasiga qarab давайте xohishlariga o'zbekcha sal qiynalaman-da, o'zi sal. Я вам так скажу, да? Просто на самом деле как происходит? Я советую такие вещи, да? Я всегда говорю клиентам, если хотите, вы можете сами найти, без проблем. То есть можете сами обращаться к любому застройщику и смотреть, выбирать и покупать. Либо вы обращаетесь ко мне, я делаю весь анализ рынка, мы смотрим, какие вообще есть на рынке, какие из них по качеству хорошие, которые еще и по стандарту соответствуют. Я эти варианты вам предложу. А которые не соответствуют, я их не буду вам предлагать. Чтобы потом вы не говорили, вот ты что мне предложил, и зачем ты мне это предложил? Понимаете, да? Я же для этого и нужен, понимаете, чтобы ему помочь. Не просто так, чтобы он наткнулся на мошенников, да? Потому что есть среди застройщиков, которые мошенничеством занимаются. Да. Они деньги забирают и все, уезжают. А потом кто это разбирает? Естественно, государство это разбирает. Недавно даже случай был, если вы знаете, новостройка, которая на этого Яшнабадском районе. Кто помнит этот? Это Азия Хаус. Да, Азия Хаус. Да. Азия Хаус. Азия Хаус. То же самое же. Люди. Sizlar eshitibsiz. Shunaqa. Hozir ham topshirib yuborishgan, podyezdlari bitmagan hali. Да, вот, допустим, Равшановские дома, двухэтажные дома, если вы знаете, да, двух-трехэтажные. Маленькие эти переулки, маленькие подъезды, все по-маленькому, вы знаете, да? Но все, коммуникации там вообще по беспределу. Ну, по-моему, их, посадили, по-моему, сейчас. Endi to'g'ri, yana bir narsaga ham qaytish kerak. Bu orada Temur Berdili bu savol biz o'tib ketib qoldi. Ya'ni biz bugun realtor nimaga kerakligini gaplashyapmiz va insonlar bizani og'riqlar bor-da, bizani misol uchun iste'molchi, ya'ni xalqda og'rig'i ham bor. Qachondir bundan 30 yil oldin Baxtiyor aka ham, Azamat aka ham eskidan ishlaymiz, bilamiz.
skver degan joyda bozor bo'lgan, ya'ni birinchi uy bozori bo'lgan. Bu yerda kim qanaqa sotsa sotgan uyi, chunki muqobil bo'lmagan. Hozirgi kunda oson bo'lib qoldi, yoningizda yangi qurilish qurdi, uni kvadrati misol uchun 12 million 13 million, uyingiznikini ham shunga qarab sal narx beri chiqasiz. U paytda muqobil bo'lmagan, ya'ni eski domla bo'lgan va narx chiqazish uchun odamlar qayerga borishni bilmaydi. Ya'ni sovet davri tugagan, sovet paytida dom davlat tarafidan berilgan, hech qanaqa realtorskiy tashkilot u noqonuniy bo'lgan, ya'ni qonun bilan taqiqlangan bo'lgan. Va chiqishdagi, ya'ni o'zini shu sohani egasi bilganicha bu narsani shug'ullanadigan odamlar paydo bo'lgan. Ana o'sha paytda o'zi makler tushunchasi chiqib kelgan. Aslida makler bilan realtor tushunchasi lug'aviy bir-biriga juda yaqin so'zlar. Bitta narsa. Bitta narsa. Endi o'sha yerda odamlarni uyini hujjat taraflama aldab, pul taraflama aldab juda ko'p sotuvlar bo'lgan. Buni eski bizning ustozlarimiz bilishadi, bizga o'rgatgan. 30 yil, 40 yildan bu sohada ishlagan odamlar bor. Biz bulardan o'rganganmiz, ya'ni aytib berishadi, u ko'zimiz bilan ko'rganmiz. Ya'niki bizning tarafimizdan, bizning kasbda ishlaydigan odamlar tarafidan juda ko'p yolg'onlar, dokumentni aldab sotish, firibgarliklar bo'lgan va buning orqasidan hozirgi kunda ya'ni og'ir negativ shakllanib qolgan. Ya'ni realtor desa bu moshennik. Chunki bo'lgan, uni tan olish kerak. Buni o'zgartirish uchun juda ko'p ish qilishimiz kerak. Bugun ham shuning uchun o'tiribmiz mana. Misol uchun bu narsaga shuning uchun chiqyapmiz. Ya'ni bu narsalarni yillar davomida o'zimiz o'sha 20 yoshimizda kirgan bo'lsa bu sohaga o'sha yerda ko'rdik odamlarni aldanganini, ko'chada qolganini. Mana yaqinda ham bo'ldi, Baxtiyor aka, ana kuni ham aytdim, 30 ta hujjat keldi chet elda, mana Azamat aka keldi, davernis orqali hammasi yasalgan hujjatlar. Uni kim tekshirib beradi desa, uni kecha bugun chiqqan odam bilmaydi u narsani. Biz eski aslini bilamiz, bu narsalar oldin ham bo'lgan. O'sha Rossiyadan kirib kelardi, Yevropadan kirib kelardi dokumentlar. O'zi yasalgan, u yo'q odamlar besxo'z uylar topiladi, unga uchastkovoy qo'shiladi, xullas. Ya'ni holat bo'ldi shunaqa. Ha, yaqinda ham bo'ldi. Buning orqasidan, ya'ni travmalar qolgan odamlar, ya'ni og'riqlar qolgan va buning orqasidan kim qilgan bu ishni desa, bu yerda o'zini realtorman degan, makler degan odamlar qo'shilgan. Qosim bo'lgan, Hasan bo'lgan, Husan bo'lgan, misol uchun, har xil shaxslar bo'lgan. Buni tan olishimiz kerak. Buni o'zgartirishimiz uchun bugungi kunda mana rasmiy jihatdan, ya'ni anti-restr, biz hozir ko'chada o'zicha realtorman deb yurgan yokida mayli xo'jayinini uyinimi, kim uyini bir qurilishi qorovulimi, biz qarshi emasmiz. Baraka topkur. Butun dunyoda inson bir kasb qilishdan oldin ozgina o'rganadi. Biz ham ustozidan o'rganamiz, ustoz shogird qadriyati bor. Va buni orqasidan biz ham ishlab yurdik, noqonuniy, misol uchun. Keyin ko'rdik, qarasa yo'li bor ekan, Baxtiyor akam keldik, litsenziya oldik, firma qildik, nalog to'layapmiz. Bu umumiy nimaga olib boradi desa, iste'molchi yutadi. Ya'ni bizani shaffofmiz, tekshirib olsin. Qayerdan keldik, kimmiz, nimamiz? Kimdir kelyapti, menga 5000 qazib berasan, 3000 qazib berasan, 3 so'm berasan, 5 so'm berasan, uni farqi yo'q. Oluvchi nima olyapti, sotuvchi nima sotyapti va buning orqasidan hozirgacha kunduzda ham odamlarda u qanaqa og'riq, Baxtiyor akam aytganlaridek, inson o'zi hayoti davomida yo bir marta yo ikki marta uy joyga ish tushadi. Bir umr yig'adida oladi va o'tda bo'lgan travma unga bir umrga ketadi. Bu narsa bizda haligi 50 disku boshida 50 dan juda ko'p-da, ya'ni bunga yo'liqqan odamlar, bunga muammoga kirgan odamlar va buni orqasida buni yomon bo'lsa ham aytamiz, realtorlar turgan vaqt soatida shunaqa narsa bo'lgan. Buni tan olish kerak-da. Shunaqa bu narsa bor haqiqatdan, chunki mana o'zimiz sohamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsa ham, mana oxirgi yillarda aynan blogerlarga nisbatan, media sohasidagi insonlarga nisbatan ishonch, ularga nisbatan munosabat juda ham keskin o'zgarib ketdi. Ba'zi bir blogerlarni, ba'zi bir media sohasidagi insonlarning o'zlarini nafsini to'ydirishi uchun yomonotliqqa chiqib qolgan paytlar ham bo'ldi. Sizlarning ham sohalarda ham xuddi shunga o'xshash tanish holatda. Va realtorlik masalasi bo'yicha juda ko'p suhbatlashdik va bu savolni bermasam juda ham xunuk bo'ladi. Albatta bu savolni beraman deb kelganman bugun. Yaqinda bitta rolik qo'ydim. 5,5 million tomosha bo'ldi. 5,5 million marotaba ko'rildi. Rolik nima haqida? 220 ming dollarga studiyo 43 kvadrat metr atrofida 220 mingga Dubayni juda ham yaxshi tumanidan, dengizga yaqin joydan uyni qo'ydik. Va izohlarda ko'rsangiz odamlar yozyapti-da. Undan ko'ra shu pulga borib o'sha yerdan olib qo'yaylik yoki mana men yaqinda Turkiyaga borib kelgandim, Istanbulga mana 250 mingga zo'r tipdagi uylar bor ekan yoki mana
bittasi aytadi man Italiyada yashayman 45,000 yevroga bu yoqda hovli beradi bu yoq gaplar bo'lyapti va odamlarda tabiiy holat bu savol uyg'ongan. Nima uchun hayot sifati Toshkentdan bir necha barobar baland bo'lgan shaharlarda narxlar arzonlikka arzon-kuya, lekin Toshkentda o'syapti, pastga tushmayapti. Nimani hisobiga narx-navo bizda bunaqa? Shu savol bor. Endi men birinchi savol beraman. Ya'ni bu o'zi har bir bozor talab va taklifga bog'liq. Ya'ni o'sha aytadigan bo'lsa 30 yil davomida dom qurilmagan. Ya'ni naslini o'sib borgan, odamlar ko'payishni boshlagan. O'zi O'rta Osiyoda ham eng ko'p xalqmiz biz, lekin qurilish bo'lmagan. Ya'ni akam, ukam, bizani kattalarimiz uchastkada yashashgan, uy muammo bo'lmagan, ko'payishni boshlashgan. Buni muqobiliga dom qurilish bo'lmagan. Va birdaniga 2016-yildan bu yog'iga dom qurilishga massiviy kirishildi. Lekin bu yoqdagi talab taklifdan ortib ketgan. Birinchi o'rinda shu. Lekin bu narsani o'sha hayot sifati bilan bizda ko'pchilik O'zbekistonda bir zo'r narsa bor, solishtirishadi har doim. Dubayda ham bunaqa, kecha menga ham hali kommentariy yozyapti. Floridada mana bunaqada sal qattiq narsani hech pulga sotyapsan, Floridada san 50 kvadrat. Yo'q, u ham shunaqa demayapti. 50 kvadrat sotayotgan Toshkentning kvartirasining puliga erta deyapti, villa beradi deyapti. Amerika bilan solishtiradigan bo'lsa, maydoni jihatda ham O'zbekiston bu bir chekkasida qolib ketadi, bitta shtatida qolib ketadi. Misol uchun. Endi Toshkent talab yuqori bo'lgandan keyin taklif bera olmaganimizdan keyin shunaqa bo'ladi. Bu narsa o'zi muqobillashadi, ya'ni joyiga tushadi vaqt soat bilan. Lekin meni fikrimcha baribir narx-navo Toshkentning qimmatligi uchun qovuradi. Nimaga desangiz, buni kimdir tan oladi, kimdir tan olmaydi. Toshkent, O'zbekiston dunyo miqyosida kerak bo'lsa global o'yinchiga aylanib bo'lgan. Katta megapolisga aylanib bo'lgan. Toshkent kichkina bo'lishi mumkin, lekin tarixi bor o'ziga yarasha insonlari bor va bizani insonlari eng zo'r tarafi mehmondo'stmiz. Ya'ni qora, sariq, oq jigaring demaymiz, hammani silaymiz, hammani boshini to'rga o'tkazamiz va bu narsa hozir hukumatimiz ham o'zi, ya'ni turizmga e'tibor qaratyapti, fokus qaratyapti. Butun dunyodan kelgan odam 90% odam O'zbekistondan davonli chiqib ketyapti. Kebaytdan shu, bu yana talabni oshiryapti. Nimaga tushmayapti mana? Chet elda oladigan odamlar atrofimizda, qo'shnilarimiz tojik, qirg'iz, qozog'istonlik eskitdan o'zi qarindosh urug' bo'lganmiz bir-birimiz bilan. Toshkentdan uy olib qo'y, qarindoshi bor olib qo'yadi. Hozir mana misol uchun qonunan ham olsa bo'ladi, o'zini limitlari bor. Bu endi chuqur mavzu. Lekin eng kamida misol uchun hali bo'g'irlarimiz bor, o'zimizni taniymiz eskitdan. Kelyapti, uy olib qo'y, kelganimda O'zbekistonga ko'p kelaman. Lirik chekinishdan keyin do'stlar biz yana qaytdik. Xo'p, boyagi sizni fikringizga ozgina menda kontra fikr bor edi, Rustam aka. To'g'ri, juda ko'p insonlar chet eldan kelib xarid qilib investitsiya kiritishyapti va hokazo. Lekin bozorda talab borki, biz yetkazib bera olmayapmiz deb aytdingizki, mana yaqinda bitta bo'lgan holat, bir sotuv ofisiga borib, shunchaki qiziqish uchun hujjatlarini, hisob-kitobini qilib bering deb olib ketuvdim. 1 oy telefon qildi. 1 oy to'xtovsiz telefon qildi. Oxirisida aytdi, birinchi dedi 15% skidka beramiz dedi, ikkinchisi dedi xohlasangiz rassrochkaga qilib beramiz dedi, uchinchisida telefon qildi-da, menga kadastrimiz chiqdi deb maqtandi. Hatto o'zi kadastr любой uyda bo'lishi kerak bo'lgan narsa deb o'ylayman. Maqtanadigan, marketing uchun ishlatadigan instrument emas-da. Kadastr bu обязаловка-da. Shu tomonlama aytib anaqa qilishdi va yaqinda mana ofisimiz oldidan har kuni o'taman o'sha yerda. 109 mingga 2 xonalikni ushlab o'tiribdi. Shu To'rstaviylikdagi bitta quruvchi kompaniya 109 minglik uy emas, lekin keyin aytaman-da, shuni adekvat narx qil. Sen уже uyni sotib, uyni 85% sotib bo'lishgan, anaqalarini sotib bo'ldik. Endi menga shunaqa deyishlari bo'yicha, yana bilmadim, balki 30% sotilgan. Balki 30% sotilgan. Xo'p, sen uyni o'zi foydasini. Sen uyni arzonroq sotgan taqdirda ham foyda bilan chiqasan. Misol uchun, sen o'sha kvadratdan misol hozir 2x ishlayotgan bo'lsa, mayli 1x dan voz kech, 1x ustidan ishlab top. Lekin uyingni ochkalab sotib tasha, sevinchkadek sotib tasha, stabilniy bo'l. Pulingni bitta qilib yig'ib oldingda, bo'ldi. Kadastringdan ham teng bo'lib chiqibdi. Aholi sendan rozi bo'ladi. Bo'ldi. Bitta uyingni topshirding, keyingi loyihangga yoki keyingi narsangga fokusingni qaratding. Nima qilasan? 1 yil ushlab o'tirib, 2 yil ushlab o'tirib, 3 oy, 4 oy ushlab o'tirib deyman-da.
agar narx adekvat qilib qo'ysa oladigan odam ko'p Rustam aka. Lekin to'g'ri. hech kim over price'ga, over narxga to'lagisi kelmayapti-da. Misol uchun To'g'ri. narxi 70 millionlik bo'lgan 2 xonali uyga men 100 ming to'lamayman-da. To'g'ri. Shu tomonlari menga yoqmaydi cho'g'isi. Uni Shu ham- tomonlardan diskomfort his qilaman. To'g'ri. Etos Timur men boshida aytdim, ya'ni eslasangiz eski uylar bor edi va uni narxini chiqarish uchun realtorlar kerak bo'lgan. Hozirgi kunda ham, ya'ni bozorimiz yengilligi, insonlarimizda bu to'liq tushuncha yo'ligi, chet ellarni bizdan farqi, ya'ni ularda ancha bizdan har bir sohada oldinda-da. To'xta deydi, bir narsa olishdan oldin analiz qiladi. Qo'shnisini gapiga kirmaydi. Bizda odamlarda ham zo'r narsa bor. Nima 70 ming deyapsan desa, qo'shnim aytdi, shunchaga sotibdi deydi. Tushundingizmi? Mana masalani qayerda aynan borada gapirdim, men batafsilroq tushuntiraman. Ya'ni hozirgi kundagi quruvchilar, hali tijoratchilarni aytdim, qaysiki mamlakatda tijoratchi faqat pulni o'ylamasa bo'ldi. U davlatda rivojlanish bo'ladi, u davlatda stabillashadi hamma narsa. Bizning quruvchilarimiz hozir men nima bo'lishmadi, noto'g'ri tushunmasa, endi meni bu fikrim. Asosiy quruvchilar bu sohaga faqat marjani deb kirgan. Uni bilishi, ertaga nima bo'lishi, bu uyda kim yashashi, kim uchun qurilayotgani umuman farqi yo'q. Marja katta, hamma shunday o'girildi, quruvchiga aylandi. Hozir ko'chada mana sotuv bilan ishlaymiz, odamlar bilan har kuni yuzlab odamlar bilan kelib gaplashamiz. 10 ta odamdan 9 tasi quruvchiman deydi. Endi shunaqa mana blog sohasida aytyapsiz, ya'ni Instagram ijtimoiy tarmoqdan ko'radigan bo'lsa, bittasi chiqib olib, ya'ni podkast beryapti bizga o'xshabdi. Biza deydi 15 yillik quruvchimiz dedi. Men hayron bo'ldim. 15 yil oldin qanaqa quruvchi bor edi Toshkentda? Yo'q. 312 bor, misol uchun hali eski Toshkent Invest degan Gabus. qurilishlar eski, Gabus bor. Bu qachon quruvchilik qilgan bilmadim. Ya'ni rezyumesiga ham kirsiz yozib qo'yibdi 15 yil tajribaga ega quruvchi. To'g'ri, uchastka qurgandir, odamlarning og'irini yengil qilgandir, lekin dom boshqa narsa. Bu ko'p qavatli uylar boshqa narsa. Va buni orqasidan, ya'ni narx-navo belgilashda qanaqa belgilayapti? Kecha ijtimoiy tarmoq kuzatsanglar, bir mashhur hozir reklamasi avjida ketayotgan bir qurilish kompaniyasidan o'sha yerda o'zligi aytishyapti, ya'ni qurilishga narx-navo qayerdan oldingiz desa, ana palonchi quruvchi menimcha belgilagan ekan, bu menimcha belgilagan, mana o'shandan oldim deyapti. Haligi sizning savolingiz javob, ya'ni premium class, biznes unaqa tushunchalar bo'lish uchun, ya'ni iste'molchi talab qilish kerak undan. Iste'molchi talab qilish uchun yana aytaman, men o'zimizni maqtamayapman, bizga kerakmiz. Bizda misol uchun yaxshi klientskiy bazamiz, ya'ni bir necha yil bizlar bilan ishlaydigan odamlarimiz bor. Menga telefon qilishadi, Rustam, men bittadan uy olmoqchi edim, olaymi? Yo'q, olmang aka. Nimaga olmoqchisiz? Yashash uchun. Bu yashash uchun olsiz. Narx unga ne stoyt aka u. Bu qurilish, bu reklamasi da gapiraveradi, lekin joy unga pozolat qilmaydi. Bu joy bu sizga tikmang bu pulni. Bu tushundingizmi? Ya'ni haligi ba'zi talab bilan taklif bo'lmagan birdaniga qurilish bozori kirib keldi, odamlar investitsiya qildi, biri 5 bo'ldi-da. Endi shuni orqasidan yana shunaqa davom etadi deyapti. Bu butun dunyo tajribasida bo'lgan. Birinchi o'rinda o'sha Amerikada, Amerika bozori eng keksa bozor va eng stabil bozor va Dubay bozorini mana ko'p eslayapsizlar. Dubay bozorini kim quryapti desa, Amerika quryapti. Aniq-tiniq. Amerika quryapti, noldan quryapti. Juda kuchli marketing, juda tizim bilan quryapti. Butun dunyoni jalb qilyapti kerak bo'lsa. Lekin u bilan solishtirganda mana borib keldingizda, O'zbekistonda nima bor unga to'g'ri keladigan siz? Faqat o'sha to'g'ri asosli bir muqobili bor talab bilan taklif odamlar farqlolmayapti. Qo'pol qilib aytganda, ya'ni ishonchli degan narsasi bor. Tan olish kerak buni dunyo miqyosida, ya'ni eng ishonchli narsalar bu qimmatli o'sha rangli metallar va ko'chmas mulk. Ko'chmas mulk shunaqa yaxshi narsasi borki, qachonki pikka chiqadi, misol uchun $5000 bo'lib ketdi kvadratida, orada qaytadi 2000, 2500 gada va o'zini yana qayta tiklash xususiyatiga ega va unda passiv daromad bor. Yillar davomida bola chaqangizga qorilish ehtimoli bor. U hech qachon kerak emas bo'lib qolmaydi. Misol uchun bugun siz nima desa bo'ladi? Nima bilan solishtirib? Bugun bir kiyim ishlari chiqaruvchisiz, bugun oyoq kiyim ishlab chiqadi. U keyingi yilga o'sha ishlamasligi mumkin. Lekin ko'chmas mulk, boshpana o'sha hali tosh davrida odam tug'ilibdiki, qonni ochgandan keyin o'qilib kelgandan keyin o'ziga yashashga g'or qidirgan. Ya'ni bu narsa insonning fitratida bor. Bu narsa ishonchliligi O'zbekistonda bu dunyoni va hukumatimizga ham rahmat deymiz. Ya'ni ko'pchilik bizda bu narsani bilmaydi, chetga chiqmaguncha bilmaydi, ya'ni musofir bo'lmaguncha bilmaydi, ya'ni tinchlik. O'zbekiston, Xudoga shukr, aqlimizdan tanimimizki 40 yil, 50 yildan beri tinch.
Bu birinchi faktori narx-navoni o'zida ushlab turishini. Urushlar bo'lmasligi, hali ko'chaga chiqsangiz birov boshingizni urib narsangizni olib qo'ymasligi, avtomobilingiz bemalol turishi mana ko'p davlatlarda bo'lgansiz. Eshiklarini, oynalarni sindirib ochib ketish. Bir xil rayonlarga borib bo'lmaydi. Bizani Sergeli, Chilonzor farqi yo'q. Dubay bilan kerak bo'lsa solishadigan tarafimizda, Dubay ham qo'shaq xavfsiz-ku. Biz ham ancha-muncha mana yaqin reytingini men o'qidim. O'zbekiston dunyoda juda oldi o'rinda turadi, ya'ni xavfsizlik bo'yicha. Osmonimiz musaffo, mehmondo'st, hamma narsamiz yetarli, resursimiz, gaz, suv, hamma narsa. To'g'ri, kamchiliklar bor, bir ish kamchiliksiz bo'lmaydi. Shu narsa men ushlab turibdi deyman, ya'ni narxga tushmasligiga sabab birinchidan insonlarni to'g'ri tahlil qilmasligi. Olib qo'ymasam oshib ketadi degan quruvchilar tomonidan olib borilgan marketing ham bunga rol o'ynaydi. Ishonch nimaga? Qo'shnisiga. Ha, Qo'shnisi o'zi aslida bor-ku, arzon sotgan bo'ladi. Ha. O'zi u qo'shniga qimmatroq aytadi. Shunaqa deyshadi. Xuddi bilsa bir nima o'zgarib qoladi. Bunaqa agar karasini ko'rsatilsa, Quruvchilar ham shu narsa qolgan. Ne azamat aka? Quruvchilar ham o'zi 1000 so'mdan sotyapti, 1000 dollardan. Siz aytganingizni sizga 1000 martalab qo'ng'iroq sotyapti, lekin partnyori kelsa yo bir konkurenti kelsa yo ko'chadan klient kelsa 80% uyimizni sotib bo'lganmiz deydi. Yopiq savdo deydi. Bugun 1000 ta xonadon sotdik deydi. Uncha-muncha qurilishda o'zi 1000 tadan nari berib kvartira taklif qilinadi-da, u bir kunda 1000 ta sotib bo'lgan bo'lsa, keyin nima sotmoqchi bilmadim. Ya'ni dogovor oldi degani sotdi degani emas o'zi aslida. Hozir misol uchun zapiskularni qo'llashyapti, tushundingizmi? Ya'ni o'zi men baribir o'zimiz ham biznesmenmiz, tijoratchimiz aytaman. Ya'ni qachonki tijoratchilar buni hammaga murojaat qilitaman. Tijoratda kelinglar. O'sha marjalarni tushunaylik. Savdo stabillashsin, 2x emas 1x qolsin, xalq maza qilsin. Odamlar o'sha aytganingizdek 100 minglik, aslida 70 minglik 100 mingga olishga majbur bo'lyapti u. Bular o'ylaydiki, kecha bir narsa ham bo'ldi, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda mana realtorlar oshirgan. Yo, biz qanaqa narx oshiramiz? Butun dunyoda yaxshilab o'ylab ko'ringlar, narxga realtor nima aloqasi bor? Biz tushsa ham sotib beramiz, oshsa ham sotib beramiz. Xullas bizga farqi yo'q. Uni bizga rezon ham yo'q, uydan foyda yo'q narx-navo oshishidan. Naburut narx-navo oshsa, odamning to'liq qobiliyati pasayib ketadi-da. 10 ta sotishi, 5 ta sotuvga, 4 ta sotuvga tushib qoladi. Bizga kolичество muhim. Ya'ni odamlar yuzlab kvartira sotib olsa, biz shundan foyda olamiz, ya'ni sonidan foyda olamiz. Chunki ustidagi foizlar unaqa ko'p o'zgarmaydi. Mana narx-navoga-da bu narsa menimcha oddiy chuqur fikrla oladigan odam uchun emas, oddiy odamlar o'tirilib, fikrlab, oldin solishtirsin. Nima olmoqchi o'zi, nimaga olmoqchi? Kim qo'ydi bu narxni? Bu joyiga tushadi. Temur, men o'zimni bu narsa tahlilim qanaqaki, ya'ni oxirgi yillarda bo'layotganlardan o'yladimki, ya'ni keyingi yillarda bozor stabillashadi. Ya'ni chet ellarda borsangiz, bir rayonni o'zini narxi bor. Ya'ni men Sergelida qurgan uyimni 500 mingga sotgan bo'lsa, 500 ming hech kim olmaydi-da. Chet ellarda 500 ming qo'ya olmaysan, chunki 500 ming oladigan klient kelmaydi-da. Bizda bo'lishi mumkin, hamma narsa bo'lishi mumkin. Kimdir 80 mingga, kimdir 70 mingga, kimdir 150 mingga bitta joyda, bitta lokatsiyada uy sotishi mumkin. Chet ellarda unaqa emas. Har bitta joyi o'sha klassidan kelib chiqib, qulayligidan kelib chiqib, har bitta realtorni oladigan foizlarigacha belgilab berilgan. Aniq, shaffof. Biz shunga harakat qilyapmiz. Ya'ni shaffof bo'laylik. Kelishsin, o'rganishsin. Shunaqa. Hech kimni cheklab, "Ani qora, men yaxshi, sen yomon" deyish maqsadimiz yo'q. Ya'ni chiqaylik, men realtorman, uy sotuvchiman. Biz hali uylangani borganimizda ham nima ish qilasan desa, maklerman desa, senga turyoq qizim bermayman deganda, hozir ham to'g'ri kelgan joyga borsa men kimligimni aytaman, va bundan uyalmayman. Bu uyaladigan kasb emas. Bilaman o'zim kimni ishini yengil qolmayman, kimnikini foydaga olib chiqaman. Mana shaffof bo'lsin, chiqsin hamma. Kimligi aniq-tiniq bo'lsin. O'rtada faqat pulini olib qochib, "Men bo'ldi. Ko'rib olgin edi, sen bilib olgin edi, ko'rsatdim o'zingni." Yo'q, realtor bo'ynida bu. Qonunchilikda ham belgilangan modda bor-da, realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonunda mana uyni egasi bo'ladimi, ko'chmas mulk bo'ladimi, mijozga ma'lumot berayotganda ma'lumotni haqiqiyligiga, dostovernost ruschasiga, haqiqiyligiga realtor javobgar deb belgilangan qonunda. Ya'ni bundan ko'rishimiz mumkinki, agar ofitsialniy realtorga murojaat qilsa, ertaga bu ko'chmas mulk tagida nimadir muammosi bo'lsa,
realtor javobgarda, solidar javobgar. Sotgan odam bilan yonida turib, u ham javobgarlik. Oluvchiga demak foydali bu narsa. Oluvchida уже bitta sotgan odam bilan sudlashmaydi, kerak bo'lsa shu realtor ham jalb qilinadi. Buni olib kelib yerga sotgan. Chunki u tekshirib berishga, ma'lumotni haqiqiyligini tekshirishga javobgarlik bo'yniga qo'yilgan. Qonunda bor shu narsa. Qonunda bor bu narsa. Buni spetsialni kiritilgan. Endi bizdan nima qiladi? Boyagi tavsiyamga ham qaytaman-da, har doim so'ranglar, ofitsialnimi, yo'qmi, nimaga? Chunki ofitsialni ishlayotgan realtor endi uni o'qishi bor, davlat imtihoni bor, o'sha qonun talablari bor, sug'urtasi bor. U majburiyatini tushunib, o'zini bo'yniga olib harakat qiladi. Tavsiya qilayotgan, gapirayotgan narsasiga javob beradi. Ko'chadagi prosta uchrashtirib qo'yib, даже oluvchimni, sotuvchimni oldi berdisida bundan poylab turadi, ish qilib, men uslugamni olsammi, qochsam. So ikkalasini uchrashtirdim. Xayr. Yana bitta fenomenni aytmoqchi edim, narx bo'yicha как раз. Gurlan fenomeni deb aytaman. O'zim ko'zim bilan ko'rdim. Xorazm viloyati Gurlan tumani bor. Urganch emasda, Xorazm viloyatining poytaxti Urganch-ku. Urganch emas, undan ancha kilometr uzoqda bir chekka rayon, lekin narxi Toshkent bilan bir xil. Fenomen deyman shuning uchun. Nimaga? Chunki chekka rayon, lekin gaz sveti bor. Uni atrofdagi kichkina yonidagi rayonlarda svet, gaz muammo. O'sha yerdagi xalq endi dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Ular shu sentralniy rayonga harakat qiladi, o'sha yerdan sotib olishga. Shuning uchun ham narx erta balanddi. Urganchni o'zidan baland yuradi, Gurlan negadir. Arendasi ham baland, uy oldi sotdi. Urganchdan ham baland yuradi. Как говорится, здесь спрос, там и есть предложение. Da. Shunaqa fenomen bor. Keyin yana bitta esimga tushdi. Esingizda bo'lsa, o'sha dunyo siyosatida urush bo'lganda, hamma biladi, Rossiya Ukraina urush paytida butun dunyoga tarqalib ketdi-ku. Juda katta. Ukrainalar hamda shuni orasida O'zbekistonda ham ko'paydi. Katta ta'sir qildi narx-navoga bu yerda. Ayniqsa arendalarga juda qattiq ta'sir qildi. Arendaga-ku mayli, tabiiy holat, lekin oldi sotdiga ta'sir qilganligiga men hayron qoldim. Chunki odamlar ham shu nima deydi? Analiz qilishni bilmaslikdan yoki shunchaki prosta nima deydi? Chet ellik, na emotsiya. Chet elliklar kirib kelyaptimi, demak to'shni oladi deb turib, narxni oshirib yuboradi. Puli ko'plarni lekin bir mutaxassis bilan o'tirib, o'zi realni oshirsam bo'ladimi deb maslahatlashganini ko'rmadim-da. Chunki chet el fuqarosi O'zbekistondan olaman desa, o'zimizda qonunchilik tartiblari bor. Toshkentdan olaman desa, Novostroykadan 300 mingdan kam bo'lmasligi kerak. Agar tam Nukusdan olaman desa, 100 ming atrofida bo'lish kerak-da. Endi tasavvur qiling, Rossiyadan o'zi urush tufayli qochib kelyapti. Pullar yarmi qolib ketgan yo'qda. Arestda yotibdi-da, mol-mulkini hammasini tashlab ish qilib omon qolsam bo'ldim deb kelgan odam 300 ming dollarga qanaqa oladi? U mayli 300 ming dollarlik uylar bo'lsa, ularni sotib olar ham balki. Lekin oddiy 70 minglik uylar, 60 ming dollar turgan uylar nega ular birdaniga 90 ming, 100 ming, 120 ming qilib yuborishdi? Unaqa Toshkentda baribir sani uyini hech kim olmaydi, chet ellik. Nimaga narxini oshiribsan deydigan odam yo'q edi. Menda shunaqa bir voqea bo'lgan. Men o'zim Gardensda yashardim. Gardensda meni yon atrofimda eronliklar bir shunaqa davr bo'ldi. Aynan urushdan keyingi davrda eronlik, Avstraliya, Rossiya, Ukrainalar bir etajda bir turli xil millat yasharlikda. Qo'shnilarim shunaqa bo'lib ketdi bir davrda, qanaqadir bir yil davrida shunaqa bo'lib ketdi-da. So'rab tursam, bittasi 2200, bittasi 1,5 ming, bittasi 1800 va hokazo to'lar ekanda. Men bilardimki, o'sha urush davridan oldin hali unaqa arendaga sпрос unaqa baland bo'lmasdan $800 bo'lardi-da. Keyin u davr qaytdi. Hamma o'z uyiga, o'zining joyiga ketdi, uylar bo'shashni boshladi va hokazo qildi-da. Lekin narx o'sha-o'shaligicha qoldi. Bilmayman, ularning fikri bo'yicha o'zbeklar ham xuddi shu potensialga ega va xuddi shunaqa to'lab ketadi deb o'yladimi yoki odamlar shunchaki nafsni ustun qo'ydimi yoki shunchaki prosta tushmadi, xuddi o'sha narx saqlab qolishdi. O'zi asl narxi biz qanaqa bo'lishini bilamiz. Mana shuning uchun realtor kerak, Timur. Shuning uchun realtor kerak. Realtor naborot narxi stabillashtiradi, arzonlashtiradi. Misol uchun bu narsani bitta narsani kuzatdim. Mana Instagram o'sha aytayotgan davringizda, ya'ni o'zi Instagram ham rivojlandi O'zbekiston, to'g'rimi? Ya'ni bugun biz aytayotganimizdek, hali bu soha egasi bo'lmagan odamlar
o'zini tepasi profiliga nimadir realtor nest pest deb yozadi, xullas realtorman deb yozadi, bo'ldi. Xuddi shu bilan bo'ldi, realtorga aylandi u va bozorga bilib bilmasdan o'zi yo'q tajribasini bo'lishni boshladi. Men o'zim guvoh bo'lganman. Instagramda kamiga target ham yoqib qo'ygan. Butun dunyoda deyapti. Ya'ni ko'chmas mulkka, ya'ni jiloy ko'chmas mulkka odam yashaydigan noturarga emas, jiloyga pul tikilganda investor pul tiksa deyapti, biz unga gadavoy 1% garantiya beramiz deyapti. Mana siz Qozog'iston bozorini ko'rib kelgansiz, Dubay bozorini ko'rdingiz. Meni bilishimcha, men jiloy ko'rmaganman. Jiloy ko'rmaganman, lekin aynan shuni borib ishlatib ko'rmaganman o'zim, lekin meni bilishimcha 0.06% bu narsa. U chiqib targ'ib qilyaptiki, ya'ni mendan 100 ming dollarga kvartira sotib olsangiz, senga 1000 dollarga arendaga qo'yib beraman deyapti. Ya'ni bu narsani o'sha bilmasvoylar investor birinchidan ishontirishdi, investorga pul tikib qo'ygan nima qilsin? Bo'ldi, ani 1000 dollarga qo'yib beraman deyapti, bu kishi o'tiribdi. Tushundingizmi? Noto'g'ri targ'ibot. Ya'ni haqiqiyga uchraganda, men misol uchun shu paytgacha mana bilishadi, biz unaqa demaymiz. Даже ko'chmas mulkka o'sha turar, noturar bo'ladigan, noturarda ham uncha-muncha joyda bunaqa emas, stabilnost yo'q. Unaqa katta addacha kutishmaydi. Ya'ni passiv daromad degan nomi bor uni. Passiv daromad u. Tushundingizmi? Temur nima ushab turibdi desa, noto'g'ri manipulyatsiya, odamlarni boshqarish, ijtimoiy tarmoqlar va u yoqda haligi va u qochib kelgan ekan, Ukrainga kelgan ekan, Afg'onga kelgan ekan, vohima Xitoylilarga shunchasi kelar ekan, tushundingizmi? İnsanlarımız bu narsani solishtiring, maslahatlashing desa, yo'q uni masala biladigan odam. Biz mana bir necha yillardan beri ishlab kelayotgan investorlarim bor, stabil beramiz, ya'ni stabil. Okey, mashincha qoladi, bo'ldi. Arendaga qo'ysangiz mashincha beradi. Siz 5 xonali uy olmang yoki 2 xonali 1 xonali uy, bu rayonda menga talab bor, bunda menga talab bor. Mashinada qo'ya olasiz, okey? Men sizga 1000 dollar demayman buni, 600 dollarga qo'ysa bo'ladi, bo'ldi, okey? Stabil. Ya'ni shu darajada hisoblab ko'rishmayapti, Temur yaqinda bildim, ya'ni sizlar ham o'tgan tajribalarda bitta odam uyini 1000 dollarga arendaga qo'yaman deb ushlab o'tiribdi. 3 oydan beri odam yo'q. Odam yo'q uyda. 12 ga bo'lib ko'r, baraka top ko'r. 700 dan aylan bo'ldi senga. Undan ko'ra 700 da bir necha yil turadigan odamni qo'y. Xuddi sotuv masalasida shunga qaytsa bo'ladi. 100 mingdan majburlab, yillab sotgandan ko'ra. Yo'q, mayli, gapingizni buzdim. O'zi bundan olib qarasa bor-ku, odam 3 oy yutqazdi-ku. Bundan olib qarasa даже 500 700 dan emas. Pastroq ham даже. Undan pastroq uchun. Chunki nima uchun? Vaqti ketgan bo'ladi, har safar ko'rsatgan bo'ladi. Uni ham hisobga olish kerak. Kommunalni ham hisobga olish kerak. Nalogini to'lagan. Keyin o'sha agar uni masalan hozir 700 dollardan hisoblasangiz, 1000 dollardan hozir masalan hisoblasangiz, 12 oyga hisoblasangiz, masalan 12000 dollar chiqadi. Masalan 12000 dollardan 3 oy masalan zarar bo'ldi. 3000 dollar 3000 dollar ketdi. Minus qildik. Endi masalan hozir 700 dollardan topshirdik desak, misol darajasida. Ya'ni 12000 oyga ko'paytiring. Misol darajasida. O bu yoqqa 7000, yana bu yoqda 3000, 8400. To есть kommunalni yana qo'shsak, yana yo'l xarajatini qo'shsak, ancha pul qoladi, ketgan bo'ladi. O'sha bozor to'liq shakllanmaganligi, Temur, ya'ni narx-navoni nomutanosib borligi bizni O'zbekistonda hali solishtirish dedim-ku, to'g'ridan-to'g'ri solishtirib qo'ya qolamiz-da. Odamlar o'tiribdi-da, mana Musa O'zbekistonda o'tiribdi-da, o'zini Koreya, Yaponiya bilan solishtiryapti. Voy baraka topgil. 100 yil orqadamiz biz ulardan. Bizning bozorimiz 5 yillik, 10 yillik bozor hali. Juda ko'p sohalarda-da, ularga yetib olishimiz uchun lekin standartlarni shunga to'g'rilab qo'ydik-da. Endi buni mentalitetimizga ham bog'liq, ko'proq marja olishni xohlaymiz, ushlab o'tiramiz, ani oladi, Hasan Toshkent. Вина у клиентов тоже есть, потому что они сами не знают, чего хотят. Мы спрашиваем, допустим, вам для чего жилье? Мы для чего уточняем? Хотим узнать, да, для чего он покупает. Он говорит, для себя, либо для семьи, для родных, да, либо говорит для перепродажи, говорит, то есть флипперы, да, скажем так, либо говорит, вот хочу инвестировать, чтобы я сдать в аренду, говорит. Мы понимаем, да, кому что нужно. А когда они не говорят, тебе какая разница? Конечно, мы что можем предложить ему? Мы можем все предложить, понимаете? Но у каждого категории есть свои спросы, да, допустим, если он говорит, я хочу вот именно флипперсом заниматься, окей, мы говорим, давай тогда купи 3-комнатный первый этаж и разделишь на 3 части, получается, и 3 кадастра получается, и за счет этого ты уже начнешь зарабатывать. Понимаете, да? То есть мы уже знаем, какому клиенту что предложить. То есть клиенты сами должны сначала узнать, что они хотят, для чего они хотят приобрести недвижимость, да? Juda ham yaxshi podvodka bo'ladi hozir, chunki keyingi savolimni mavzusini uchini ochib berdinglar. Bu juda ham yaxshi. Savol nimadan iboratki, yaqin 3 yil, 4 yillikda agar siz
kotlovan bosqichida qurilish endi kotlovan bo'lgan paytda xarid qiladigan bo'lsangiz biron bir uyni oldinlari haqiqatdan ham siz yaxshigina bitganidan keyin kadastr chiqqandan keyin daromad olardingiz. Bor narsa edi bu. Lekin hozirgi paytda shunaqangi bitta ko'rsatkich bo'lyaptiki, joyi kelsa uyni sotib olgan odamlar sotuv ofisida arzonroq berib yuborishga ham majbur bo'lyapti. Ya'ni hozirgi kunda kotlovan bosqichida siz uyga pul sarflab, uni 2,5 yil, 3 yil yoki misol uchun nechadir yil bo'lsa ham kutib, pulingizni muzlatib qo'yib turib, ozginagina daromadga o'tirish bu yaxshimi yoki o'sha pulni boshqa bir biznesga, boshqa bir tijoratga tikkan afzalroqmi? Hozirgi kunda kotlovanlarga pul tikish qanchalik rezonni? На котловане, отвечу. Bemalol. На самом деле, если раньше было сейчас лучше, да, скажем так, под котлован приобрести недвижимость, на сегодняшний день это невыгодно. Лучше приобрести, где с кадастром есть жилье. Ну, я советую лучше всего на коммерческую недвижимость перейти. Где есть первые этажи, покупать, допустим, 2-комнатные либо 3-комнатные квартиры и разделить ее по частям. И также можно их продать по частям, скажем так. Допустим, примерно, скажем, за 120 тысяч купил 3-комнатную квартиру, скажем так, разделил на 3 части, и каждый из них буду продавать как минимум за 60-70 тысяч долларов. А теперь посчитайте, сколько будет общий итог, 3 квартиры получается, скажем так. Понимаете, да? То есть это большие деньги можно заработать за счет этого, извиняюсь. За счет разделения, да? За счет разделения, понимаете, да? То есть я советую именно потребителям приобрести именно первые этажи, желательно 2, 3, 4, 5-комнатные квартиры. Понимаете, да? На сегодняшний день это вот это, который там говорят под котлован приобрести, я, честно сказать, не доверяю. Почему? Потому что многие вот эти, как сказать, не хочу оскорблять, да? Даже если помните, были Аякс, этот порошок. И они сразу закрыли свой порошок Аякс, хотя сказали скоро, вышел, в итоге он оказался порошком. Порошками начали заниматься, в итоге закрылся и начали строить на глинке новостройку. И сами видите, что там снаружи. Да? Он несколько раз уже ремонтирует. Потому что это из-за незнания. Он эксперт был по порошке. Зачем ты переходишь на новостройку? Да? Ну, грубо говоря. Да? Я сейчас к чему иду разговор? То есть таких на самом деле застройщиков очень много, которые не разбираются в своем направлении, да, и переходят в этом бизнесе. Но для этого ты должен понимать, что ты хочешь строить, как ты хочешь строить, из чего ты будешь строить, для кого будешь строить. Если он будет экспертом в своем деле, да, то есть он может уже спокойно продать потребителям, да, и дать, он должен гарантию, то есть что это будет срок, в установленном сроке будет сдана, понимаете, да? А многие застройщики что говорят? Они уверяют, что дом будет сдана, на самом деле и известные, даже сами знаете кто, застройщики даже не могут сдать. Они просрачивают, то есть годами, то есть год, 2, 3, 4. А проблема в чем на самом деле? Проблема в том, что нету именно в договоре указано, что если поставить застройщик, допустим, со стороны государства, что если ты не сдашь срок в этом году, ты оплачиваешь потребителям такой-то размер сумму штрафа, скажем так. То есть мало того, что и возвращаешь, еще и штраф заплатишь. Да. Понимаете, да? Почему? Потому что человек здесь потратил свое время и деньги, скажем так. Он же мог эти средства потратить куда-нибудь. Конечно, на золото, например, на биткоин. Да. Понимаете, да? Биткоин, когда люди покупали там за 3000 долларов, а на следующий день смотрите, какая цена. Даже до 100 тысяч поднимался, да? А они же могли до 3000 покупать каждый биткоин, да, и сейчас заработать. Я понимаю, но в любом бизнесе так, в любом направлении так. Agar xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugungi kunda agar biz kotlovan bosqichidagi uylarga investitsiya kiritadigan bo'lsak, oldingidaqa daromadni kutmaylik. Yo'q, bo'lmaydi. Oldingidaqa daromad yo'q. O'zi butun dunyo tajribasidan oladigan bo'lsa, ya'ni bu Dubayda ham bo'lgan, bu rivojlangan davlatda, ya'ni vaqt bo'ladi, ya'ni ko'chmas mulk katta addacha beradi. Mana misol uchun Dubayda o'sha siz ko'rib kelsangiz downtownlar deydi, o'sha Dubay marinalar deydi, juda katta. 100 karra, 180 karra bergan. O'zbekistonda ham hazil akam addacha bermadi. Ya'ni qachondir 500 dollarga kvadrat olingan uy hozir 3000 dollar turadi. Lekin endi bozor birinchidan shakllanib boryapti. Ya'ni endi qo'pol qilib aytaman, men bu uni quruvchilarni o'zidan ham eshitganman. Ya'ni даже o'sha bilmasdan bu sohaga kirgan quruvchi nima sotayotganini bilmaganda arzon sotgan. Va oluvchi ham, "Ki olib qo'ya qoling" deb olgan, qarasa bunaqa, buni orqasidan, ya'ni hozirgi narx-navo ko'tarilishiga ham shu narsa sababchi bo'lgan. Endi quruvchi nima qilyapti desa, o'sha yer kamaydi,
resurs kamaydi, oluvchida sotib olish qobiliyati pasaydi va xudo xolasa yanvarda hali escrow tizimi ishlashni boshlaydi, shaffof ishlash kerak. Odam puliga qura olmaydi. Endi unga arzon sotish невыгодно. U faqat kichkina kvadratlar bilan qanaqadir aksiyalar, qo'shimcha remontlar qo'shib berib marketing qilishi mumkin. Endi narxdan o'ynay olmaydi, xohlasa xohlamasa. Va bu narsa muqobilida, ya'ni siz aytganingizdek juda ko'p odamlar bizga murojaat qilishyapti. 5 yil oldin oluvdim, $1,500 oluvdim, hozir sen $900 olsan, aka, bundan boshqa tortmaydi uyingiz. Siz chunki noto'g'ri tahlil qilmasdan olgansiz bozorni. O'sha paytda o'sish bo'lgan, o'sish sun'iy edi, ya'ni sun'iy narsa edi u. Talab uni oshirib yuborgan edi va bugungi bozorda bu narsa yana nimaga olib keladi desa, yaqin kelajakda men ko'ryapman, haqiqiy o'yinchilar paydo bo'ladi bozorda, ya'ni puliga uy quradigan. Va u hech qanaqa aksiyalar qilib sotmaydi va kerak bo'lsa yillar davomida sotadi. Ipoteka bozoriga beradi uyini, to'g'ridan to'g'ri bankka berib qo'ya qoladi, bank sotadi. U pulni yechib chiqib ketadi, u sotuvga ham aralashmaydi, u quruvchiga aylanadi. Bo'ldi, ozgina qoldi, xudo xolasa quruvchiga aylanadi va buni orqasida, ya'ni patkatlavanda tikkandagi marja juda minimallashib ketadi. Faqat u o'sha hozir so'raganingiz, boshida so'raganingiz, ya'ni premium klass, lokatsiyani kelajagi, bu yerga nimalar tushishini hisobiga narx-navo oshadi. Endi unaqa yo'q sabablarga ko'ra bo'ldi, bugun $500 edi, qurilgandagi 1000 ga aylanib, unaqa bo'lmaydi endi. Aniq chet eldagi sabablari bo'ladi. Bu yerdan metro o'tadi kelajakda, bu yerda mana bu yangi targoviy sentr quriladi, bu yerga davlat o'zini haligi parklarini quradi. Xullas, uni kelajagini kim analiz qiladi desa, kasb egalari, ya'ni u realtor bo'ladimi, yo bironta bir broker bo'ladimi, yo bir tahlilchi bo'ladi, xullas. Insonlar endi o'ylab turib pul tikish kerak. Hozirgacha tikayotganlar bor ekan, hozirgacha hali ham borib turib, ya'ni отдел продаж ochildi, vohma reklama, запуск boryapti, tapis olyapti-da. Eng yomon nima bo'lyapti desa, yaqinda bo'lgan holat, bir mashhur qurilish boshlashdi. Rasa marketingga pul tikishdi, reklamaga-da. O'rtoqlarim bordi, men olaman dedi, o'rtoq, olmay shoshma, qo'y bu narsani. Bu olaman dedi, допустим, $1,500 dan olishdi-da. 10 kundan keyin bizga o'sha yerdan 20 ta kvartira taklif qilishyapti $1000 dan. Oh. 20 kundan keyin. Bildingizmi? Bu degani bozor, mana haqiqiy bozorga aylanyapti. Ya'ni raqobat kirib kelyapti birinchidan. Hamma narsa shaffof. Reklamani ko'radi, narxini solishtiradi, qurilish ma'lum. Kelajakda nima qurilishi mumkin? Mana misol uchun davlat tarafidan haligi bosh plan tasdiqlandi, bo'ldi, endi hamma narsa qayerda bo'lishi ma'lum. Oldin u narsalar yo'q edi, tushundingizmi? Bosh plan bo'lgani haqiqatan ham juda yaxshi bo'ldi. Odamlar o'zlarining haq-huquqini ham, hozir restoran chiqdi-ku yana. Odamlar o'zi ham professional bilimga ega bo'lmagan holatda ham shunchaki o'zlari planni ko'rib, reja asosida o'zlari ham izlasa bo'ladigan daraja bo'ldi. Mana shu zo'r, ayniqsa mana yangi Toshkentda qilingan mana shu bosh plan juda zo'r narsa. Chunki plansiz qilingan narsani oqibatida mana ekologiyamiz nima bo'ldi va bu narsa qilinmasa ham bo'lmas edi, absolut qo'llab-quvvatlayman. Va bugungi aynan mavzuyimiz so'ngida bir savol bermoqchiman. O'zi bugun mana ko'proq biz realtorlik mavzusiga bugun fokus qaratdik, ko'proq shu haqida aynan gaplashdik. Baxtiyor aka, o'zi bugungi kunda rasman ro'yxatdan o'tgan, endi siz gildiya direktorisiz, bu ma'lumotlarni bilasiz. Bugungi kunda rasman ro'yxatdan o'tgan nechta O'zbekistonda realtor bor? O'zbekistonda, Toshkentda emas. Tak, endi rasman raqamlarga qaraydigan bo'lsak, mana boshida aytdim, ikkita professional jamoat tashkilot bor dedim. Bu ma'lumot bizga ham realtorlik bizga ham qiziq bu ma'lumot. O'rtasida 50 dan oshiq realtorlik tashkilot bor va mana gildiyamizning o'zida ham 70 ga yaqin realtorlik tashkilotimiz bor. Bular endi shu reyestrga kiritilgan, shu hujjatlari auditdan o'tgan tashkilotlar nazarda tutilyapti. Endi audit bizda doimiy ravishda kimnidir srogi tugaydi, kimnidir o'sha tekshiruvdan vaqti keladida, muntazam ravishda tekshirib boriladi. Bu ro'yxatlar har doim yangilanib turadi doimiy ravishda. Endi realtorlik agar malaka sertifikati bo'lsa, realtor har bitta realtorda o'zini malaka sertifikati bo'ladi. Bu iminnoy har bitta odamga o'ziga beriladi. U ham hozir aniq aytolmayman, taxminan 3000 ga yaqin realtorlik malaka sertifikati ham berilgan. Umumiy agar bozorni olib qaraydigan bo'lsak,
misol uchun platformalar bor, ko'chmas mulk e'lonlari beriladigan. Ularni analiz qilganimizda unikal kontaktlar, unikal nima deydi, ID raqamlar 30 mingdan oshiq. Ha. 30 mingdan oshiq. Shundan taxminan 3-4 mingtasida 100 dan oshiq e'lon beriladi. Bu degani Realtorlik agentligi. agentliklari yoki o'sha katta ob'yomga ega realtorlar. Qolganlari yana bir taxminan 7-8 mingtasi bir 50 ta 60 ta atrofida yo'q, уже 10 tadan yuqorida, 10 tadan 100 tagacha yana 7 mingta anaqa unikal akkauntlar bor. Qolgan bir 15 mingtadan uyog'i уже 10 tadan kam e'lonlar. Ular yo yangi boshlagan yoki tam o'zini uylarini reklama qilayotgan. Ya'ni investorlar o'zini uyini qo'yadi. Da yoki olib sotarlar-da, o'zini 2-3 ta uy olib sotib shunaqa yuradigan odamlar bo'lishi mumkin. Taxminan endi bozor bo'yicha analiz bu endi o'zimizni ichki analizimiz. Taxminan shunaqa. Yaqin kelajakda gildiyadan qanaqa haqiqatdan ham O'zbekiston ko'chmas mulk bozoriga zo'r manfaat beradigan qanaqadir bir yangilik kutsak bo'ladi? Mana kuni kecha mana hamkasblar ham qatnashishgan 16 dekabrda Realtorlar gildiyasi uyushmasini umumiy hamma a'zolarini yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda biza o'sha strategik qarorlarni qabul qilgandik. Strategik qarorlardan eng o'sha muhimlarini aytib o'taman. Birinchidan bu realtorlik tashkilotlarining reytingi. Hozir buni biz normativ bazasini shakllantirishga o'sha qaror qabul qildik. Xudo xolasa yangi yildan keyin normativ bazasini tasdiqlab olsak, yanvar oyida, undan keyin uni уже realizatsiyasiga o'tamiz. Bu degani realtorlik tashkilotlarining уже reytingini biza ofitsial darajada e'lon qilib boramiz. Yandexda misol biron bir restoranga kirib reytingini yulduzlarini ko'rganingiz kabi ularni xuddi shunaqa da. Juda ham yaxshi. Undan keyin juda yaxshi taklif bo'ldi o'sha yig'ilishimizda quruvchi tashkilotlarni потребительский reyting, ya'ni iste'molchilik reytingi. Iste'molchi reytingi. Boya aytganimizdek, iste'molchilar reytingi. Endi biza qurilish sifati bo'ladimi, даже oddiy elementarda shartnomasini ham juda podvodniy камни deydi ruschasiga. Suv tagidagi toshlar. Suv tagidagi toshlari juda ko'p-da. Oddiy o'sha investitsionniy dogovor bor, или договор долевого участия degan narsa bor. Aksariyat quruvchilar o'zini qurilish vazirligi tomonidan tasdiqlangan tartib bor, долевое участие degan tushuncha kiritiladi. Har bitta, misol uchun siz men quruvchiman, bular mendan uy sotyaptimi? Ular bilan tuzgan shartnomamni qurilish vazirligidan registratsiyadan o'tkazishim kerak. O'zida qolmaydi faqat. Da. U shaffoflikka olib keladi. Juda ham yaxshi narsa. Aylanib o'tadigan sxemalar qanaqa? Investitsion dogovor deydi. To'g'ridan to'g'ri bu tartib emas. Shu tartibni aylanib o'tish uchun investitsion dogovor qilib turib, keling sizga shu investitsion dogovor orqali qilamiz deb turib, endi bu odamlarni yuridik bilimiga ega bo'lmasligi, realtorni dushman ko'rib, u bilan maslahatlashmasligi, shuni oqibatida shunaqa tushib qoladi. Bundan iste'molchi yutadi. Iste'molchi yutadi. Hozir agar biz mana shuni tartibi ishlasa, agar talab qilsa, realtor bilan ishlasa, realtor albatta tavsiya beradi. O'zini xavfsizligi uchun ham realtor ham qonuniy tarafini hali hujjatni oformit qiladi qonuniy. To'g'ri. Albatta u bankka to'ladiydi buni. Obro'sini himoya qiladi. Chunki ertaga hozir birinchidan javobgarlik bor tavsiyasi uchun. Hozir mana siz quruvchisiz, sizni ko'chmas mulkingizni tavsiya qilsam, ertaga men javobgarman, как realtor. Sizga ikki taraflama hali ishonch beradi, ya'ni ham quruvchini tortasiz ertaga, ham sani kim olib keladi deb aytgisi, Rustam olib keladi, Rustam chaqirlaring deydi. Men keyin sizga yaxshi narsa taklif qilaman, to'xta bu quruvchi bo'lmaydi, o'zim uchun o'rganib chiqaman, yaxshi narsa. Shuning uchun da mana shu iste'molchilar reytingi, quruvchilar iste'molchilar reytingini hamda hozir o'sha yig'ilishda yana bitta narsa, hozir O'zbekistondan tashqari yana zarubejniy, ya'ni chet eldagi ko'chmas mulkni ham
o'zimizni fuqarolarimiz xarid qilishni o'ylab yuribdi. Ko'p tam Dubaydan ham, Turkiyadan ham ko'chmas mulk quruvchilari kelib reklama qilyapti-da. Juda ko'p tam Gruziyadan, Dubaydan, Turkiyadan olib yotibdi o'zbekistonliklar. Endi olganda ham u yoqdan qanaqa oladi? Quruvchi kelib reklama qilgani uchun reklama orqali oladi. Lekin u qanchalik xavfsiz, u yoqni qonunchiligini bilmaydi-da, uni samostoятельно o'rganishga majbur. Buni ham hozir realtorlarga bu yo'nalishda shunaqa yo'l ochmoqchimizki, xalqaro, ya'ni zarubejniy quruvchilarni ham reyestrini, iste'molchi reyestrini tashkil qilish. Bu nima bo'ladi? Agar misol uchun Turkiya bo'ladimi, Dubay bo'ladimi, Gruziyami, Yevropami, qaysi davlat qat'iy nazar, agar O'zbekistondagi fuqarolar uchun taklif qilmoqchi bo'lsa, mana shu reyestrga kirish kerak bo'ladi. Reyestrga kirish uchun albatta bizni tekshiruvdan o'tish kerak bo'ladi. Ya'ni maxsus komissiya kerak bo'lsa borib, o'sha Turkiya bo'lsa Turkiyaga borib, quruvchining hamma hujjatlarini o'rganib, joyini, lokatsiyasini, hammasini bo'yicha xulosa qilib, keyin reyestrga kiritadi. Bu iste'molchilarni manfaatini himoya qilish uchun. Juda ham yaxshi. Hamda bu realtorlarni misol uchun tavsiya qilganda ham mana shu o'zimizni reyestrdagilarni tavsiya qilaman deb turib ishonch bilan ayta oladi, chunki tekshiruvdan o'tgan. Tushundim. Avvalambor Rustam aka, Azamat aka, Baxtiyor aka shuncha vaqt sarflab biliminglarni bo'lishganinglarga, o'zingizlarning tajribanglar bilan bugun ulashganinglarga kattakon rahmat. Biz bugun dengizdan tomchi deydi-yu, biz bugun tomchisini muhokama qildik va haqiqatdan ham mavzu, masala, muammo, turli xil keyslar juda ko'p telefonimda. Bu narsani endi afsuski biz qismlarga bo'lishga majburmiz, chunki bugungi ko'rsatuvimizni o'zi 2 soat 20, 2 soat 30 daqiqa atrofida bo'ldi. Va o'ylaymanki do'stlar, bugun sizlar ham o'zingizlarni ancha qiziqtirgan mavzularga, qiziqtirgan savollarga javob oldinglar va albatta cheklanish yo'q, to'xtash yo'q. Biz yana keyingi sonlarimizni chiqarganimizda juda ham yaxshi bo'lardi agarda sizni ham savollaringizni o'qib eshittirsak. Shuning uchun video izohlarida albatta sizni qiziqtirgan, sizni xavotirga solgan realtorlik yoki uy qurilish masalasi, investitsiya, uy tanlash, lokatsiya qaysi aynan shu sohaga oid bo'lgan savolingiz bo'lsa, uni ham albatta yozib qoldiring. Keyingi sonlarimizda aynan ekspertlarimizga bu savollarni shaxsan o'zim yuzlanib beraman va bizani kuzatganinglar uchun, biz bilan birga bo'lganinglar uchun rahmat, sizlarga tashrif uchun kattakon rahmat va albatta uy loyihasi, makon loyihasini YouTube kanaliga, Instagramiga obuna bo'lib qo'yinglar va bizani qo'llab-quvvatlab, agarda repost bilan ham qo'llab-quvvatlasanglar, juda ham boshimiz ko'kka, osmonga yetgan bo'lardi. Kuzatganinglar uchun kattakon rahmat. Hammalarga salomat bo'linglar, charchamanglar. Rahmat.